Assalomu alaykum azizlar. Bugun Adliya TVda jonli efirda yana birgamiz va ayni jonli efirimizda biz bola puli mavzusiga doir bo'lgan barcha dolzarb savollarning javoblarini taqdim etishga harakat qilamiz. Bola puli o'zi kimlarga beriladi? Bola nafaqasi qanday shaklda taqdim etiladi? Va bunda har bir oila a'zosiga doir bo'lgan daromadlar qanday bo'lishi inobatga olinadimi, yo'qmi? Qanday holatlarda sizga bola puli berilishida rad javobi kelishi mumkin? Va qanday holatlarda siz o'zingizga tegishli bo'lgan mablag'ni olmayotgan hisoblanasiz? Shu va boshqa savollarning barcha javoblarini ayni jonli efirimizda taqdim etishga harakat qilamiz va buning uchun biz maxsus mehmonimizni studiyaga taklif qilganmiz. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy to'lovlar boshqarmasi bosh mutaxassisi Mirzotov Jasur Taslimovich bugun bizlar bilan birgalar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Keling, birinchi navbatda jonli efirimizni tushunchani to'liq taqdim etishdan boshlasak va bola puli o'zi nima, u qanday ataladi o'zi va uning ta'sir doirasiga nimalar kiradi, shu haqida to'liq tushunchani taqdim etsak tomoshabinlarimizga. Assalomu alaykum yana bir bor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrda o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 258 sonli farmonlar tasdiqlandi. Ushbu farmonga asosan 2026-yil 1-fevraldan boshlab o'sha ijtimoiy himoya yagona reyestri, ya'ni avvalgi tartibda shu bolalar nafaqasi moddiy yordam ushbu ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali taqdim etilgan. Hamda kambag'al oilalar reyestri negizida ijtimoiy reyestr tashkil etildi. Ushbu reyestrga kiritilgan oilaning ijtimoiy iqtisodiy holatidan kelib chiqib 3 toifaga ajratiladi. Ya'ni birinchi toifa bu davlat ta'minotidagi oilalar. Ikkinchi toifamiz kambag'al oilalar toifasida. Uchinchi toifamiz esa o'sha kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasiga ajratilgan. Davlat ta'minotidagi oila toifasiga kimlar kiritiladi? Bu toifadagi oilalarga o'sha oilada mehnatga layoqatsiz, ya'ni mehnat qilish imkoniyati cheklangan hamda o'sha oilaning o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlari, ya'ni bugungi kunda 669 ming etib belgilangan. Ushbu minimal iste'mol xarajati miqdoridan kam bo'lgan oilalar kiritiladi. Kambag'allik chegarasidagi oilaga esa o'sha oilada mehnatga layoqatli, ya'ni mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan, bularning ham o'rtacha oylik daromadi o'sha bir iste'mol xarajatlari miqdoridan kam bo'lgan oilalar ro'yxatga kiritiladi. Uchinchi toifamiz bo'lsa kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasi kiritiladi. Bu toifaga o'sha oilaning o'rtacha daromadi iste'mol xarajatlari, ya'ni 669 mingdan bir baravaridan 1,5 baravargacha bo'lgan oilalar ushbu toifaga kiritiladi, oilalar toifasiga kiritiladi. Bolalar nafaqasi ushbu reyestrga kiritilgan, ya'ni o'zining mezon talablari bor. Har bir mezon talablariga to'g'ri kelgan holda ushbu reyestrga kiritilgan oilalarga to'lab beriladi. Ya'ni har bir oiladagi o'sha 18 yoshgacha farzandlarning yoshidan kelib chiqib, sonidan kelib chiqib bolalar nafaqasi to'lab beradi. Agar oilada 18 yoshgacha farzand mavjud bo'lmasa, ya'ni oiladagi eng kichkina farzand 18 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ularga moddiy yordam to'lab beriladi. Endi qo'shimcha, ya'ni ushbu farmon bilan yana qo'shimcha kiritildiki, o'sha mahalla yettiligiga tavsiya berish, ya'ni og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalarimizga qo'shimcha tavsiya berish imkoniyati yaratib berildi. Bular kimlar kiritiladi? Ya'ni og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalarimiz shu 1-2 guruh nogironlik bo'lgan shaxslar, yoki bo'lmasa bolalikda nogironlik, yoki bo'lmasa boquvchisini yo'qotgan yolg'iz onalar, yoki bo'lmasa oilada o'sha jazo ijrochi muassasasida bo'lgan, harbiy xizmatda bo'lgan oilalarimiz. Bundan tashqari o'sha oilada o'sha baxtsiz hodisa sifatida og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalarimiz o'sha mahalla yettiligiga qo'shimcha tavsiya asosida, ya'ni o'sha mahalladagi mavjud yashayotgan oilalarni, misol uchun aytaylik, bitta mahallada agar 1000 ta oila yashayotgan bo'lsa, shuni 1%, ya'ni 10 tagacha 1 yil davomida qo'shimcha tavsiya asosida kirish imkoniyati yaratiladi. Bolalar nafaqasi kimlarga beriladi? Ya'ni o'sha oilada mezon talablari bor, ya'ni yuqorida aytganimizdek oilaning o'rtacha daromadi 669 mingdan kam. Bugungi kunda o'sha minimal iste'mol xarajatlar miqdori 669 ming etib belgilangan. Shu 669 mingdan kam bo'lgan hamda ularning o'sha oilaning nomida yoki bo'lmasa foydalanuvda bo'lgan avtotransport vositalariga qaraladi. 12 yil davomida ishlab chiqarilgan avtotransporti mavjud bo'lishi kerak emas. Nogironlik bo'lgan shaxslarga 7 yil etib belgilangan bu narsa. Bundan tashqari o'sha oilada ko'chmas mulk, ya'ni bitta ko'chmas mulk bo'lsa mumkin, agar ikkita ko'chmas mulk bo'lsa, uni ham o'ziga to'q oila sifatida hisoblanadi. Noturar bino, inshoot bo'lishi kerak emas oilada. Bundan tashqari o'sha oilaning bankdagi depozit hisob raqamidagi mablag'lari, undan tashqari o'sha qimmatli qog'ozlari unga ham qaraladi. Oilada o'sha harbiy xizmatchi, ya'ni bo'lishi kerak emas ko'rsatilgan, o'z mezon talablariga to'g'ri kelgan oilalarga o'sha bolalar nafaqasi moddiy yordam to'lab beriladi. Avvalgi tartibga keladigan bo'lsak, ya'ni 654-sonli vazir mahkamasi qaroriga asosan bolalar nafaqasi 12 oy muddatga berilgan. Moddiy yordam esa 6 oy muddatga berilgan. Shu Prezidentimizning farmonlariga asosan Vazirlar Mahkamasining 35-sonli qarorlari imzolandi. Shu qarorda belgilangan nizom talablariga asosan
bolalar nafaqasi moddiy yordam endi ushbu reyestrdan chiqarilguniga qadar, ya'ni davlat ta'minotidagi oila yoki kambag'al oila reyestrdan chiqarilguniga qadar va bunda ham tartib joriy etilgan, ya'ni agar kambag'al oila toifasida bo'ladigan bo'lsa 6 oy davomida o'sha mehnatga layoqatli a'zosidan bandlik talab etilmaydi. 6 oydan keyin rasmiy bandlik talab etiladi. Agar o'sha o'zini o'zi band qilmasa yoki bo'lmasam ishga joylashmasa, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmasa, unda bolalar nafaqasi to'xtatiladi, lekin reyestrdan chiqarilmaydi. Bu yuqorida ta'kidlab o'tdik, kambag'allik chegarasidagi oila. Bu toifaga avvallari bolalar nafaqasi berilmagan. Bugungi kunda ushbu toifaga ham bolalar nafaqasi belgilab joriy etilgan, ya'ni bunda talabiga asosan o'sha oilaning o'rtacha daromadi iste'mol xarajatlarini 1 baravaridan 1.25 baravargacha bo'ladigan bo'lsa, ushbu nafaqa miqdorini 75% miqdorida. Agar 1.25 baravaridan 1.5 baravargacha bo'ladigan bo'lsa, nafaqa miqdorini 50% gacha qo'shimcha o'sha bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olishlari mumkin. 6 oy davomida. 12 oy davomida reyestrda turib, ya'ni o'sha qo'shimcha 117 turdan ortiq imtiyozlarimiz bor, xizmatlarimiz bor. Shu xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Demak, arizani onlayn reyestr orqali topshirishlari mumkin bo'lib chiqyapti, to'g'rimi? Ha, fuqarolarimiz tomonidan arizani onlayn reyestr qanaqa? Ya'ni MyGov platformasi orqali arizalar taqdim etishlari mumkin. Qo'shimcha o'sha har bir hududda, tuman, shahar, mahallada ijtimoiy xodimlarimiz bor. Shu ijtimoiy xodimlarimiz orqali bundan tashqari shu 208 ta tuman shaharimizda inson ijtimoiy xizmatlar markazlarimiz bor. Shu markazlarda operatorlar orqali ham ariza topshirsa bo'ladi. Davlat xizmatlari mana yangi qaror bilan yana qo'shimcha qo'shildiki, ya'ni baraka ilovasi orqali ham qo'shimcha ariza taqdim etishlari mumkin. Bugungi kunda bemalol. Juda ham yaxshi. Mana 18 yoshgacha bo'lgan farzandi bor oilalarga bola puli to'lanadi dedik va agar bola bo'lmaydigan bo'lsa moddiy yordam bo'ladi dedik. Oilada bolalar soni bitta, ikkita, uchta ko'pligi yoki kamligiga qarab to'lanadigan pul ham o'zgaradimi? Albatta bu prezidentimiz 62-77 sonli farmonlar bilan belgilab berilgan, ya'ni oilada 3 yoshgacha farzand bo'ladigan bo'lsa 375 ming so'm miqdorida, birinchi farzand 3 yoshgacha bo'lsa, ikkinchi farzand 3 yoshdan, birinchi farzand 3 yoshdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ularga 265 ming so'm miqdorida. Keyingi har bir farzandga 110 ming so'mdan qo'shimcha qo'shib boriladi. Nechta farzand bo'lishidan qat'iy nazar. 110 ming so'mdan 110 ming so'mdan har bir qo'shib boriladi. Oldingi avvalgi tartib bo'yicha, masalan, bolalar nafaqasi 434 ming so'm berilgan bo'lsa, hozir bolalar sonidan kelib chiqib 1 milliondan yuqori ham bemalol qilishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi va jonli efirning jonliligidan foydalangan holda ayni soniyalarda tomoshabinlarimizga yuzlamoqchimiz. Agar sizda ushbu mavzuga doir bo'lgan savollar bor bo'ladigan bo'lsa, bemalol ularni hozir pastda izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz hozirning o'zida jonli efirda siz jonli ravishda yozib qoldirgan kommentariyalardagi savollaringizga javoblarni taqdim etishga harakat qilamiz va menimcha savollar anchagina ko'payib qoldi. Keling, mana shu mavzu doirasida yana bir qo'shimcha ma'lumotni yoritsak-da, keyin asta-sekinlikda tomoshabinlarimiz tomonidan yo'llangan savollarning javoblarini taqdim etsak. Demak, birinchi navbatda qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni yana bir bora qayta eslab olsak, demak, toifalarga ko'ra turli xil bola puli nafaqasi va hokazolar taqdim etiladi va bunda reyestrda, ya'ni oilada kimdadir mashina yoki shu kabi mol-mulk, yer, uy, xonadon bo'ladigan bo'lsa, demak ular avtomatik ravishda unga qo'shila olishmaydi, ularga bola puli taqdim etilmaydi. Va agarda ishsizlik holati kuzatilayotgan bo'lsa, demak ishsizlik holatida biz 6 oylik muddat ichida u nafaqa berilishiga guvoh bo'lamiz, to'g'rimi? To'g'ri, hozir shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, agar avvalgi tartib bo'yicha ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida agar oilada ishsiz oila a'zosi bo'ladigan bo'lsa, avtomat o'sha belgilangan vazirlik idoralar bilan ma'lumot almashinuv jarayonida ishsizlik sababli rad etiladi. Ya'ni o'sha 6 oy davomida o'sha mehnat organlariga murojaat qilmagan, mehnatga layoqatli shaxs bo'lib turib agar ishsiz bo'lsa, bu dasturda avtomat rad etiladi. Endi hozir yangi tartib bo'yicha ijtimoiy reyestrda agar oilada ishsiz bo'lsa ham bu keyingi etapga o'tadi. Men hozir qisqacha qanaqa etapligini tushuntirib bersam, ya'ni fuqarolarimiz tomonidan yuqorida aytilgan bunday ariza bilan murojaat qilingan taqdirda birinchi navbatda ijtimoiy reyestr axborot tizimida skoringni o'tadi, birlamchi skoringni o'tadi. Agar o'sha oilaning nomida bo'lmagan, o'sha nomidagi mavjud avtotransport va yuqorida aytganimizdek ko'chmas mulklari barcha talablarga to'g'ri kelgan taqdirda, ya'ni ikkinchi etapga o'tadi. Ikkinchi etapda bu o'sha mahalladagi ijtimoiy xodimlarimiz tomonidan so'rovnoma shakli bor. Shu so'rovnoma o'tkaziladi. Ushbu so'rovnoma o'tkazilgandan keyin, ya'ni so'rovnoma nima aks ettiriladiki, oilani nomida emas, ya'ni foydalanuvda mavjud bo'lgan avtotransport vositalarining ko'chmas mulk, ya'ni qoramollari, tomorqa yer maydonlari ko'rsatiladi. Ushbu so'rovnoma mahalla yetkiligi tomonidan imzolanadi. Mahalla yetkiligi.
avvalgi tartib bo'yicha o'sha mahalliy hammasi elektron ключ bilan tasdiqlanadi. Hozir ushbu o'rinda yana qo'shimcha qilib o'taman. Ya'ni mahalla yettiligi agar 3 ish kuni ichida ushbu so'rovnomani tasdiqlamasa, avtomat tartibda tasdiqlangan statusga o'tadi va bunda o'sha mahalla yettiligi tasdiqlamagan xodimlar javobgarligi o'zlarining bo'yinda qoladi. Ushbu so'rovnoma imzolangandan keyin ijtimoiy reyestr dasturida yana qayta skoringdan o'tadi. Ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar kiritilgandan keyin qayta skoringdan o'tadi. Va shu jarayonda ijtimoiy reyestr uni toifaga ajratadi. Ya'ni davlat ta'minoti kambag'al yoki kambag'al toifa, ikkita toifaga ajratadi. Toifaga ajratilgandan keyin ya'ni shu belgilangan mezon talablariga to'g'ri kelsa, avtomat tartibda reyestrga kiritiladi. Ikkinchi etapda o'sha belgilangan mezon talablari, ya'ni oylik daromadi 669 mingdan yuqori, lekin haqiqatda qiynalgan oila bo'lishi mumkin. Ushbu rad etilgan oilalar shu mahalla yettiligida ko'rinadi. Onlayn mahalla platformasida ko'rinadi. Mahalla yettiligi tomonidan 30 kun davomida, ya'ni o'sha oilaning haqiqatda og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolganmi yo'qmi, agar shuni aniqlashadi, haqiqatda og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan bo'lsa, belgilangan galishkani belgilagan holatda yana qayta ma'lumot kiritishadi. Ushbu ma'lumot asosida ijtimoiy reyestr yana qayta o'rganib chiqadi. Agar haqiqatda o'sha belgilangan mezon talabiga to'g'ri kelsa, ya'ni bunda o'rtacha oylik daromadi 1,5 minimal xizmat xarajatlari deyilgan. Agar bu yerda mahalla yettiligi tavsiyasi asosida kiritilayotganligi sababli 25% kamaytirish koeffitsiyenti qo'llaniladi. Ya'ni bir mixdan 2 mixgacha, ya'ni o'sha bir minimal xizmat xarajatlar miqdoridan 669 mingdan 1 million 300 ming atrofigacha o'rtacha daromadi bo'lsa, o'sha kambag'allik chegarasi oila toifasiga kiritilishi mumkin. Kambag'allik chegarasidagi oila toifasiga kimlar kiritiladi? Ya'ni o'sha mahalla yettiligi tomonidan belgilangan hamda birinchi navbatda davlat ta'minotiga hamda kambag'al oila reyestriga kiritilib, undan keyin ya'ni oylik daromad oshishi natijasida ya'ni bu ijtimoiy reyestr har oy o'zi o'rganib boradi. Oila nomida mavjud bo'lgan narsa ma'lumotlarni har oy o'rganib boradi. Keyingi oydan boshlab agar oilaning daromadi oshgan taqdirda, ya'ni 1,5 mixgacha borgan taqdirda uni kambag'allik chegarasi toifaga avtomat tartibda o'tkazadi. Mahalla yettiligi tomonidan davlat ta'minotidagi oilalar har 12 oyda so'rovnomadan o'tkaziladi, ya'ni joyiga chiqqan holatda so'rovnomadan o'tkaziladi. Kambag'al oila toifasidagi oila esa har 6 oyda so'rovnomadan o'tkaziladi. Kambag'allik chegarasiga oila so'rovnomadan o'tkazilmaydi. Sababi ular kambag'allik chegarasi oila toifasiga kiritilgandan keyin 12 oy o'zi dasturda avtomat turadi, 12 oydan keyin avtomat chiqib ketadi. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, davlat tomonidan o'sha oilalarga ko'rsatilgan xizmatlarni yangi tartibda joriy etildi. Bunda o'sha davlat ta'minotidagi oilalarga qo'shimcha ravishda, ya'ni oilani o'sha doimiy daromad manbai keltirish maqsadida quyosh panellari o'rnatib berish uchun ba'zi hisoblash miqdorining 100 baravargacha subsidiya ajratilgan. Bundan tashqari aynan shu toifadagi oilalarimizga 1 yil imtiyozli davr bilan 4 yil muddatgacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bu imtiyozli kreditlar davlat o'sha kambag'allikni qisqartirish va davlat jamg'armasidan ajratiladi. Hamda ushbu foizlar ham ushbu jamg'arma hisobidan qoplab beriladi. Endi ushbu farmon bilan yana qo'shimcha o'zgartirish, juda ko'p qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilgan. Shuni men qisqacha to'xtalib o'tmoqchi edim. Avvalgi tartibda mana misol uchun oilada o'zini o'zi band qiladi. Haydovchilarimiz bor yoki usta qanaqalar fuqarolarimiz bor. Ular o'zlarini o'zlari band qiladi. Eng kam ish haqqini bugungi kunda 1,271 ming so'm hisoblanadi. Eng kam ish haqqini 2 barobarida normativ daromad hisoblangan avvalgi tartib bo'yicha. Hozirgi o'zgartirish bo'yicha biz hududlarning toifasidan, ya'ni shahar hudud, tuman, qishloq hudud, bundan tashqari ayol kishi, erkak kishi, ularni ham toifasiga ajratganmiz. Toshkent shahar hududida o'sha eng kam ish haqqini 2,7 barobarida erkaklarimizga, 2,3 barobarida ayollarimizga normativ daromad hisoblanadi. Qolgan viloyat markazlarida 2,4 barobar ayollarimizga 2 barobar. Tuman shaharlarda bo'ladigan bo'lsa 1,8, 1,4 xuddi shunaqa qilib toifalarga, ya'ni daromad, normativ daromad hisoblanishdan o'zgartirish kiritildi. Bu o'zini o'zi band qilish bo'yicha. Bundan tashqari o'sha ishsiz a'zosi bo'lgan taqdirda ham ikkinchi etapga o'tadi va yuqorida ta'kidlab o'tdik. So'rovnoma o'tkazish jarayonida agar o'sha fuqarolarimiz tomonidan norasmiy band bo'lishi mumkin, lekin to'lovini to'lamagan. Shunda ham belgilangan so'rovnomada ko'rsatib o'tilgandan keyin ularga ham o'sha yuqorida hududlar kesimida aytilgan normativ daromadga 5% qo'shimcha hisobida dasturda avtomat hisobga olinadi. Yana asosiy o'zgartirishlardan biri tomorqa yer maydonlari. Mana misol uchun har bir hududda o'ziga yarasha hududi bor, iqlimi bor. Ya'ni sho'rlanishi bor, boshqasi bor. O'sha belgilangan tomorqa maydonidan hosildorlik ololmasligi mumkin. Bir xil suvli, lalmi yerlarimiz bor. Shuning uchun ham qo'shimcha o'zgartirish kiritildi. Ya'ni har bir mahalla kesimida deputatlar kengash tomonidan belgilangan koeffitsiyentlar bor. Xuddi shu koeffitsiyent asosida o'sha soliq ham hisoblanadi bularga. Ushbu koeffitsiyent, ya'ni formulasi bor. Yana bir sotix tomorqa maydoni belgilangan koeffitsiyent 0,35 koeffitsiyent, tomorqa maydoni
eng kam ish haqi hamda endilikda o'sha deputatlar tomonidan belgilangan koeffitsiyentga ko'paytiriladi. Qaysidir hududda, misol uchun Qoraqalpoq, Xorazm viloyatlarimizda misol uchun sho'rlanishini hisobiga koeffitsiyent kamroq, ya'ni har bitta mahalla bergan koeffitsiyent bo'yicha, endi hammada bir xil emas, ya'ni belgilangan koeffitsiyent bo'yicha hisobga olinadi. Bundan tashqari yana qo'shimcha o'zgartirishlardan biri chorva mollari bo'yicha, ya'ni chorva mollari bo'yicha o'zining normativ daromadi bor. Shu bo'yicha bir shartli qoramolga tenglashtiriladi. Misol uchun bitta qoramol bo'ladigan bo'lsa, agar 10 ta qo'y bo'lsa, u ham bitta shartli qoramol hisoblanadi. Bitta ot bo'lsa, u ham bitta shartli qoramol. Parrandalar ham xuddi shunaqa shartli qoramolga tenglashtirilgan. Endilikda agar oilada agar bitta shartli qoramol bo'lsa, u daromadga hisoblanmaydi. Demak, aytmoqchimizki, agar ehtiyojmand oila bo'lsa, bitta qoramol bo'lsa ham mumkin, ya'ni daromadga hisobga olinmaydi. Qo'shimcha o'zgartirishlardan biri yana yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati bo'yicha, bu bo'yicha ham o'zgartirish kiritildi. Ya'ni endilikda yakka tartibdagi tadbirkorlarimizdan aylanmadan soliq to'laydi tadbirkorlarimiz hammasi oiladagi. O'sha o'rtacha aylanmadan soliq hisobga olinadi. Agarda uni belgilangan daromadi 2,5 mingdan kam bo'ladigan bo'lsa, 2,5 ming hisobga olinadi. Qo'shimcha yana e'tiroz bo'lardi fuqarolarimizdan, ya'ni korxonaning ta'sischiligi sifatida ustav fondiga ulush qo'yadi, shuni hisobdan daromad hisoblanadi. Bu bo'yicha ham o'zgartirish kiritildi. Ya'ni ustav fondiga qo'yilgan mablag'dan bugungi kunda agar Markaziy bankda qayta molllashtirish stavkasi 14% hisoblanadi. Misol uchun aytaylik, o'sha korxona ta'siri hisobida 10 million so'm ustav fondiga pul qo'ygan. Shu 10 millionni agar 14% ga oladigan bo'lsak, 1 million 400 ming so'm normativ daromad hisoblanadi. Agar u belgilangan eng kam ish haqining 2 baravaridan kam bo'lsa, demak 2 baravari inobatga olinadi. Bugungi kunda asosiy o'zgartirishlarimiz biri. Bundan tashqari yana ta'kidlab o'tish joizki, ushbu qaror bilan apellyatsiya kengashlari tashkil etiladi. Endilikda o'sha so'rovnomadan fuqarolarimiz e'tiroz bildirgan taqdirda shunaqa holatlar aniqlandiki, o'sha mahalla yettiligi tomonidan o'sha so'rovnoma o'tkazilish jarayonida texnik xatolikdir, balki boshqa sababga ko'ra o'sha oilani foydalanuvda bo'lmagan noturar binolarni ham ko'rsatib berish holatlari endi qisman uchradi. Agar shunaqa holatlar yoki chorva mollarining noto'g'ri ko'rsatilishi natijasida agar fuqarolarimiz tomonidan e'tiroz bildiriladigan bo'lsa, 208 ta tuman shaharimizda apellyatsiya kengashlari tashkil etildi. Ya'ni apellyatsiya kengashlari 8 ta a'zodan iborat bo'ladi. Kengash rais sifatida tuman shahar hokimlarining o'sha yoshlar ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar hisoblanadi. Ularning a'zolari 8 kishidan iborat. Apellyatsiya kengashining kotibi Inson ijtimoiy xizmatlar markazining xodimi hisoblanadi. Belgilangan tartibda ushbu kotibga murojaat qilishadi. Ya'ni o'sha ma'muriy huquqlar, ya'ni o'sha noto'g'ri deb anaqa o'zlari bilishgandan keyin 30 kun ichida murojaat qilishadi. U belgilangan tartibda kengashga kiritib ko'rib chiqiladi. Apellyatsiya kengashining vazifasi ular haqiqatda o'sha so'rovnoma to'g'ri to'ldirilganmi yo noto'g'rimi xolisona fikr berib, o'zlarining qarorlarini qabul qilishadi. Ushbu qarorlarga asosan balki uni bekor qilishlari ham mumkin, balki qisman qanoatlantirishlari ham mumkin. Ushbu qarorlarga asosan qayta ko'rib chiqiladi. Juda ham yaxshi va hozirning o'zida biz asta-sekinlikda savollarning javoblarini taqdim etishni boshlar ekanmiz. Asta-sekinlikda birma-bir savollarga javob beramiz. Menikini hali o'qimadingiz-ku deya xulosa chiqarishga shoshilmang, chunki biz birma-bir savollarning javobini taqdim etamiz va agarda jonli efirimizga kechroq qo'shilib qolgan bo'lsangiz, boshidan ko'rishni tavsiya qilamiz, balki aynan sizga qiziqarli bo'lgan savolning javobini biz taqdim etib bo'lgandirmiz. Demak, savolga o'tamiz. Assalomu alaykum, otasi yo'q, onasi turmushga chiqib ketgan nabiramga ham bola puli olish mumkinmi? Demak, otalari yo'q ekan, onalari bo'lsa boshqa oila qurib turmushga chiqib ketganlar, nabira buvi yoki boboning qo'lida. Ular bola puli ola oladimi? Bular ham o'sha belgilangan tartibda ariza taqdim etishlari kerak, chunki bu dastur tomonidan ko'rib chiqiladi birinchi etapda. Endi shu fuqarolarning tomonidan shunaqa aniqlik kiritish kerakki, ya'ni oila deganda o'zi kim kiritiladi oilaga? Oila deganda o'sha Adliya vazirligi tomonidan taqdim etilgan, huquqiy organlardan taqdim etilgan er-xotin hamda uning farzandlari yoki bo'lmasa vasiylikka olingan farzandlar oila tarkibiga kiritiladi. Agar bular hozir otasi yo'q deyaptilar, o'zlarining qizlarini aytayaptilar. Misol uchun oila deganda o'zlari ham alohida oila hisoblanadi. Chunki qizlar turmushga chiqqan bo'lsa, ular ham alohida oila hisoblanadi. Ular ham belgilangan tartibda ariza bilan murojaat qiladilar. Yuqorida aytilgan agar tartibga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol ham xizmatlardan foydalanishlari mumkin, ham bolalar nafaqasini olishlari mumkin bo'ladi. Agar onalarining turmushga chiqib ketgan bolaning onasini nomida nimadir bo'ladigan bo'lsa, demak bu ola olmasliklari mumkin bo'lib chiqmoqda. Xuddi shunaqa. Lekin buvi vasiylikka olsalarchi? Vasiylikka olsalar, ular o'zlari arizachi hisoblanadilar. Agar vasiylikka olingan farzandlar bo'lsa, o'zlarining farzandlari hisobida o'zlari ariza bilan murojaat qiladilar. Agar o'zlarining ham daromadlari hisobga olib hisoblanadi, ya'ni shu o'rinda ham narsani ta'kidlab o'tish kerak. Agar
bizda hisobga olinmagan nafaqalarimiz bor. Ya'ni nogironlik nafaqasi bor, yoki bo'lmasa boquvchisini yo'qotgan kompensasiya, davlat tomonidan bir martalik beriladigan kompensatsiya nafaqalarimiz bor, moddiy yordamlarimiz, bular daromadga hisoblanmaydi. Yangi tartib bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki bo'lmasa nogironlik pensiyasi bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bilan nogironlik pensiyasini hisoblashda eng kam yoshga doir pensiyani hisoblash, ya'ni bu kunda 820 ming so'm etib belgilangan. Shu 820 ming so'm minus qilib tashlangan holatda qolgan daromadlari inobatga olinadi. O'zlari bemalol ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Belgilangan tartibga to'g'ri kelsa, bola nafaqasini olishlari mumkin bo'ladi. Yana bitta narsani ta'kidlash kerakki, yolg'iz ona degan maqom beriladi. Ya'ni bular kimlar? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki bo'lmasa nafaqasini olayotgan hamda aliment olayotgan onalar bo'ladigan bo'lsa, bular yolg'iz ona status maqomi beriladi agar bularga. Juda ham yaxshi. Demak, vasiylikni oladigan bo'lsalar, bemalol ariza topshirishlari mumkin. Va albatta mezonlarga sizni daromadlaringiz va umuman reyestrdagi ma'lumotlaringiz to'g'ri kelishi kerak. Navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Meni savolim: ismim Ikromov Baxtiyor. Yoshim 35 da, uylanganman, lekin hozirda farzandlarim yo'q. Meni holatim bolalikdan ikkinchi guruh nogironiman. Shu mening savolim. Menga moddiy yordam ajratiladimi deb so'rabdilar. Keling javob berib o'tamiz. Birozgina mavzuyimizga doir emas, lekin yo'q, bularga ham bolalar nafaqasi deb aytadilar, to'g'rimi? Yo'q, o'zlarining yoshlari 35 da, uylanganlar, lekin hozirda farzandlari yo'q. Xuddi shunday, agar farzandlar bo'lsa, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, oilada 18 yoshgacha farzand yo'q, lekin o'zlari bitta oila. Moddiy yordam. Moddiy yordam, ya'ni moddiy yordam bemalol olishlari mumkin. Bu ham yuqoridagi tartib bo'yicha reyestrga kiritilsa, bular agar tartibga to'g'ri keladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri davlat ta'minotga oila toifasiga kiritiladi. Sababi o'zlari bolalikdan nogiron hamda ikkinchi guruh nogironliklari bor. Bemalol yuqorida aytganimizdek, quyosh panellari yoki imtiyozli kreditlardan hammasidan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Faqat yuqorida aytganimizdek, avtotransport vositalari, ko'chmas mulk, o'sha daromadlar oshmagan taqdirda reyestrga kiritilishlari mumkin. Faqat buning uchun ariza bilan murojaat qilishlari kerak. Juda ham yaxshi. Qo'shimcha ma'lumot tarzida yana bir bora ta'kidlab o'tamiz. Ijtimoiy reyestr deya bir necha bora misol keltiramiz va bu terminning ma'nosi sizning barcha ma'lumotlaringiz jamlangan umumiy baza va bu bazada sizning nomingizda bo'lgan mol-mulkingiz va moddiy holatingiz, kirim-chiqimlaringiz turadi. To'g'rimi? Juda ham yaxshi. Shuning uchun ham inobatga oling. Navbatdagi savolimiz: ismim Davronbek. Savolim quyidagicha: rasmiy daromadim o'rtacha 18 million atrofida. Oilada o'zim ishlayman. Otam va onam pensionerlar. Ayolim talaba, kontraktda. 2025-yil oktyabr oyida farzandli bo'ldim. Bola puli uchun ariza tashladim. 2 marta rad javobi keldi. Sababi oylik daromadim belgilangan chegaradan ortiqligi. Nomimda hech narsa, mashina yoki mol-mulk mavjud emas. O'zi umuman yo'q. Oilada boquvchi o'zimman. Nega bu sabablar o'rganilmaydi? Ish joyim boshqa viloyatda, ya'ni ota-onamdan alohida turamiz. Ijara haqqi to'layman 350 dollar. Kredit to'lovlari, oziq-ovqat xarajatlari, undan tashqari kommunal to'lovlari, ota-ona uchun xarajatlar. Bu taraflarni ham o'ylash kerak emas. Aslida imkoni bo'lsa belgilangan talablarni o'zgartirish kerakmikin? Oldindan rahmat, ijobiy javob kutib qolaman deb yozibdilar. Rahmat, savol uchun davomli. Hozir yuqorida o'zlari ta'kidlab o'tadilar, o'rtacha oylik daromadlar 18 million deyaptilar. Endi bu ushbu hozir yuqorida ta'kidlab o'tilgani bilan o'zi farmoni nomi bilan o'zi ko'rsatib o'tiladi, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj aholiga deyiladi. Ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi ehtiyojmand oila toifasiga kiritiladi. Ya'ni o'rtacha daromadlar 18 million bo'ladigan bo'lsa, bularniki endi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi sifatida inobatga olinmaydi. Sababi belgilangan mezondan daromadlar yuqori. O'shani hisobiga rad etilgan. Endi oilani agar rasxodlarni hisobga oladigan bo'lsa, hammada har xilda. Hammada har xil, uni inobatga olish imkoni yo'q. Albatta. Komfort nuqtasi, qulaylik nuqtasi va hokazolar hammada turlicha va ular ham inobatga olinishi kerak. Yaxshi, navbatdagi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men davlat ishida ishlayman. Oyligim 4 million atrofida. Ayolim, farzandlarim bilan yashayman. 2 million 700 ming ipoteka krediti to'layman. Oylik yetmaydi, lekin sinfdoshim do'kon ochadi. Mashinasi bor, mashina va do'kon yaqin qarindoshlari nomida. Mendan yaxshi topadi, bola puli ham oladi. Shu holatga munosabatingiz deb yozibdilar.
endi bu holatda ularni birinchi navbatda o'rganish kerak, chunki sababi va yuqorida aytganimizdek ijtimoiy reyestr dasturi oilani nomida, ya'ni 14 talik jismoniy shaxsdan shaxsiy identifikatsion raqami deymiz, 14 talik raqami orqali o'sha belgilangan vazirlik idoradan ma'lumotlar almashadi. Ya'ni soliq qo'mitasidan oylik ish haqlari o'zini o'zi band qilgan, ichki ishlar vazirligidan nomida bo'lgan avtotransport vositalari, kadastr agentligidan o'sha ko'chmas mulklari to'g'risidagi ma'lumotlar qolgan vazirliklardan ma'lumotlar almashiladi. Umumiy bazada almashilganda, u almashilgan ma'lumotlar asosida keyingi etapga o'tadi. To'g'ri, nomlarda bo'lmasa dastur aniqlay olmaydi. Lekin biz hozirgi yangi farmon bilan, yangi qaror bilan avvalgi tartibda ham bo'lgan xuddi shu narsa. Mahalla yettiligi xolisona uni haqiqatda foydalanayotgan avtotransport bo'lsa ko'rsatib berish kerak. Agar mahalla yettiligi xolisona haqiqatda foydalanayotgan bo'lsa, u otasining nomida bo'ladimi, akasining, o'rtog'ining nomida bo'ladimi, farqi yo'q. Belgilangan tartibda oxirgi ishlab chiqarilgan yili 12 yildan oshmagan bo'lishi kerak. Bitta avtotransport vositasi ham bo'lsa rad etiladi. Agar balki bo'lishi mumkin, avtotransport vositasi eski bo'lishi mumkin. Agar 12 yildan avval undan 20, misol uchun 15 yil ishlab chiqarilgan bo'lsa, u ta'sir qilmaydi. Nogironlik bo'lsa 7 yil deb belgilangan. Shu tartibga ham rioya qilish kerak. Endi biz hozir avtotransport vositasi qachon ishlab chiqarilganini bilmaymiz. Xuddi shu tartibga to'g'ri kelgan bo'lsa, balki to'g'ri nafaqa olayotgan bo'lishi ham mumkin. Agar yo'q, ishlab chiqarilgan 12 yildan oshmagan yangi avtotransport bo'ladigan bo'lsa, unda buni o'rganish kerak. Mahalla yettiligi xolisona belgilab bergan bo'lsa, rad etilgan. Balki qachondir olgandir, balki hozirgi kunda to'xtagandir, uni bilmaymiz. Ma'lumotlar bo'lsa o'rganib beramiz. Albatta ko'proq ma'lumotlar kerak bo'ladi, aniqroq javoblar uchun. Demak, navbatdagi savolimiz. Men yolg'iz onaman, 3 nafar bolam bor. Nafaqa olishga haqlimanmi deb yozibdilar. Yolg'iz ona, 3 nafar farzandlari bor, daromadlari yoki mol-mulklari haqida ma'lumot yo'q. Agar belgilangan tartibga to'g'ri kelsa, albatta olishlari mumkin. Chunki yolg'iz ona hisoblanadi, 3 nafar farzandlari bor. Belgilangan tartibga to'g'ri kelsa, albatta olishlari mumkin. Buning uchun o'sha belgilangan tartibda ariza bilan hech qanaqa mahallaga, ya'ni boshqa yoqqa ham chiqmasdan o'tirgan joylarda ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. MyGov platformasi orqali yoki bo'lmasa Baraka ilovasi orqali ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Belgilangan tartibda o'sha mahallaning ijtimoiy xodimi joylariga chiqqan holda so'rovnoma o'tkazadi. Yuqoridagi sanab o'tilgan tartibga to'g'ri kelsa, bemalol olishlari mumkin. Reyestrga kiritilgan taqdirlarda o'sha farzandlar uchun o'sha bog'cha puli deymiz. Bog'cha pulidan ham ozod etiladi. Qo'shimcha barkamol avlod bo'ladi, musiqa maktab bo'ladi. Ulardan ham to'lovdan ozod etiladi. Qo'shimcha imtiyozdan foydalanishlariga huquqlari bo'ladi shunda. Juda ham yaxshi. Demak, navbatdagi savolimiz. Assalomu alaykum. Bir nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im bilan birga yashamaymiz. 3 yildan beri. Ota hovlimda turaman. Bola puli to'g'rilasam bo'ladimi deb so'rabdilar. Juda ham yaxshi savol. Bu ko'p fuqarolarimizni qiynaydi. Biz oila deganimizda o'sha, ya'ni yuqorida aytdik, FHD organlaridan taqdim etilgan, ya'ni biz 14 ta raqamni kiritsak, oila tarkibini o'zi avtomatik shakllantirib beradi. Turmush o'rtoqlar bilan birga yashamayman deyaptilar. Turmush o'rtoq qachon hisobga olinmaydiki, agar o'sha turmush o'rtoqlar farzandlari uchun aliment to'layotgan bo'lsalar, shunda oila tarkibiga kiritilmaydi. Agar aliment to'lamayotgan bo'lsalar yoki rasman ajrashmagan bo'lsalar, oila tarkibida hisobga olinadi. Ularning ham daromadlari qo'shimcha hisoblab chiqiladi. Nomlarda bo'lgan o'sha daromadlari yoki saltanat hisoblari nima bo'lsa ham ajrim bo'lmasa, aliment bo'lmasa, oila tarkibiga kiritiladi hamda hisoblab chiqiladi. Agar aliment olayotgan bo'lsalar, alimentlari o'zlariga oilaning daromadi hisobga olinadi. O'zlari agar ishsiz bo'lgan taqdirlarda ham, lekin mahalla yetkilik tomonidan qo'shimcha foydalanuvda va yuqorida aytganimizdek hech narsa aniqlanmasa, reyestrga kiritishlari mumkin. Juda ham yaxshi. Demak, hujjatlarni to'g'rilashlari kerak bo'ladi. Albatta, oilaviy holatlarga oid bo'lgan. Yaxshi. Mening erim bilan qonuniy nikohim yo'q. 2 ta farzandim bor. Ishsizman va bola puli menga ham beriladimi deb so'rabdilar. Agar turmush o'rtoqlari bilan nikohlari qayd etilmagan bo'lsa ham, ya'ni o'sha belgilangan tartibli organlardan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsalar ham, agar birga yashab kelayotgan bo'lsalar, bu oila tarkibiga kiritiladi. Biz so'rovnomada shunaqa ko'rsatganmizki, agar doimiy birga yashab kelayotgan turmush o'rtoqlari agar birga yashab kelayotgan bo'lsalar, ular ham xuddi oila tarkibiga kiritiladi. Belgilangan tartib mezonlariga to'g'ri kelsa, bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Yana bir dolzarb savollarimizdan biri. Erim Rossiyada nimaga bolalar puli rad etilyapti deb yozibdilar. To'g'ri tushungan bo'lsam, turmush o'rtoqlari xorijdalar va ariza topshirib bo'lganlar rad javobini olib. Juda ham yaxshi savol. Bu bo'yicha qo'shimcha ham kiritilganda, hozir eslatib yuborildi. Shu qaror bilan yuqorida, ya'ni migrant sifatida chiqib ketgan fuqarolarimizga normativ daromad hisoblangan. Avvalgi tartib bo'yicha o'sha eng kam ish haqqini 2 barobar normativ daromad hisoblangan. Endilikda yangi tartib bo'yicha qo'shimcha o'zgartirish kiritildi. Ya'ni 19 ta rivojlangan davlatlar bor. Ya'ni Markaziy bank tomonidan, o'sha Jahon banki tomonidan belgilangan rivojlangan davlatlar bor. Ushbu 19 ta rivojlangan davlatlarga chiqib ketgan fuqaro migrantlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga eng kam ish haqqini 3 barobar normativ daromad hisoblaymiz endilikda 1 fevraldan boshlab.
agar 19 ta davlatdan boshqa davlatga chiqib ketgan bo'lsa, shu eng kam ish haqini 2 barobar normativ daromad hisoblanadi. Agar bularda oila sonini bilishimiz kerak, ya'ni farzandlar soni. Agar farzandlari ikkita agar 3 ta bo'lib qolgan nomlarida boshqa hech nima bo'lmaydigan bo'lsa, bola nafaqasi ikkinchi moddiy yordam tayinlanishi kerak. Agar men tushunishim bo'yicha bularda farzandlar bir nafar bo'lsa kerak, o'shani hisobiga belgilangan mezonni oshib ketgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi, demak bu holatlarni ham inobatga olishingiz lozim. Demak, lekin to'xting, hozirgi murojaatimiz bo'yicha agar oldin ham ariza topshirgan bo'lsalar va bu arizalar 2026-yildan oldin topshirilgan bo'lsa, hozirgi o'zgarishlarga ko'ra yana bir bora ariza topshirib ko'rganlari yaxshiroq bo'lmoqda, to'g'rimi? Arizani bir oyda bir marta topshirish huquqlari bor. Agar rad etilgan taqdirda yana qayta bir oydan keyin yana murojaat qilishlari mumkin. Yana qayta murojaat ko'rsalar bo'ladi, faqat yuqorida aytilganimizdek o'sha belgilangan mezon, ya'ni bugungi kunda 669 ming. Mezonimiz qachon o'zgaradiki, ya'ni statistika qo'mitasi tomonidan belgilanadi. Har yili belgilanadi. O'tgan yili belgilangan 669 ming. Bu yilgi hali 2026-yillik hali e'lon qilinmadi. Agar e'lon qilinsa, balki mezonimiz yana sal oshar agar. Oshgan taqdirda agar to'g'ri kelsa olishlari mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha haqiqatda oilani agar og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan bo'lsa, mahalla tavsiyasiga asosan ham qo'shimcha kiritilishi mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi savolimiz: ijtimoiy toifalarga ajratilgan oilalarga qanday oilalar kiradi deb so'rabdilar. Keling, qisqacha yana qayta ma'lumot berib o'tsak. Qayta ma'lumot berib o'tamiz va yuqorida aytganimizdek ijtimoiy himoya yagona reyestr hamda kambag'al oilalar reyestri, ikkita reyestr yuritilgan. Ikkita reyestr negizida, ya'ni ijtimoiy reyestr 1-fevraldan boshlab, joriy yil 1-fevraldan boshlab ijtimoiy reyestr tashkil etildi. Ushbu ijtimoiy reyestrga kimlar kiritiladi? Ya'ni o'sha oilaning iqtisodiy holatidan kelib chiqib, iqtisodiy holatdan 3 toifaga bo'linadi. Birinchi toifamiz bu davlat ta'minotidagi oilalar. Davlat ta'minotidagi oilalar, ya'ni oilada mehnatga layoqatsiz yoki bo'lmasa mehnat qilish imkoniyati cheklangan oilalar, o'rtacha daromadi o'sha minimal iste'mol xarajatidan 1 barobardan kam bo'lgan. Minimal iste'mol xarajati 1 barobardan kamroq bo'lgan. 669 mingdan kam bo'lgan. Ikkinchi toifamiz bu kambag'al oilalar toifasi. Ya'ni bunda ham o'rtacha oylik daromad 669 mingdan kam, lekin bunda mehnatga layoqatli hamda mehnat qilish imkoniyati mavjud oilalarimiz. Uchinchi toifamiz kambag'allik chegarasidagi oilalar, ya'ni bu o'sha davlat ta'minoti hamda kambag'al oila toifasiga kiritilgandan so'ng daromad oshishi natijasida chiqarilgan hamda mahalla yetkiligi tomonidan og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan taqdirda mahalla yetkiligi tavsiyasiga asosan kiritilgan oilalarimiz kambag'allik chegarasi oila toifasiga kiritiladi. Ushbu toifadagi oilalarimiz belgilangan imtiyozlardan to'liq foydalanishlari mumkin. Ya'ni 117 turdan ortiq imtiyoz va xizmatlarimiz bor. Ushbu xizmatlardan to'liq foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari o'sha davlat ta'minotiga oila va yuqorida aytganimizdek quyosh panellari yoki imtiyozli kreditlardan foydalanishlari mumkin. Agar bular endi eshitayotgan bo'lsalar, kambag'al oila toifasiga kiritilib, ya'ni oilada mehnatga layoqatli shaxs bo'lib turib, kambag'al oila toifasiga kiritilgan bo'ladigan bo'lsa, 6 oy davomida bolalar nafaqasi moddiy yordam to'lab beramiz. Bu agar 6 oydan keyin mehnatga layoqatli bo'lib turib, agar ishsiz bo'ladigan bo'lsalar, o'zlarini o'zlari band qilmasalar, bolalar nafaqasi to'xtatiladi, lekin imtiyozlardan foydalanish davom ettiriladi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi savolimiz: Assalomu alaykum, ikkita farzandim bor. 3 yosh, 5 yosh. Xo'jayinim birinchi guruh nogironi, davlat tomonidagi oilada turaman. Shu reyestrdagilarga 30 million 900 ming kredit berilyapti-ku. O'shani men olsam bolalar nafaqasi uziladimi? Oldindan rahmat. Albatta, bular yuqorida aytganlaridek o'sha davlat tomonidan oila ro'yxatiga kiritilgan ekanlar, o'zlarini ta'kidlayaptilar. O'sha boya 1 yil imtiyozli davrdan 4 yilgacha muddatli imtiyozli kredit olishlari mumkin. Lekin olingan kredit daromadga hisobga olinmaydi. Bolalar nafaqasi ham to'xtatilmaydi. Bemalol kredit olib, o'zlari daromadlarini ko'tarish maqsadida foydalansalar bo'ladi. Bolalar nafaqasiga olingan kreditni ta'siri yo'q. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz noodatiy murojaatlardan ekan. Moddiy yordam uchun ajrashgan, farzandlar otada qolgan, ariza bersa farzandlari chiqmasligi sababi nimada? Bu belgilangan tartibda Prezidentimizning 97-sonli qarorlar bor. Shu qarorda ham ko'rsatib o'tilgan oila, ya'ni oila tarkibini o'sha yuqorida aytganimizdek Adliya vazirligi tomonidan ko'rsatib beriladi. To'g'ri, ayrim holatlarda xuddi shunaqa holat uchrayaptiki, ya'ni ayol kishi yo'q, farzandlar otada qolgan, ariza bilan taqdim etganlarida lekin ham ajrim bo'lgan. Agar bunaqa ikki xil holati bor. Buni turmush o'rtoqlari vafot etgan bo'lsa, oila tarkibini shunda tortib beradi. Ya'ni
faqat yorgulardan to'g'ridan to'g'ri tortib beradi. Agar ajrim bo'lgan bo'lsa, arizachi ota bo'ladigan bo'lsa, bunda o'sha Adliya vazirligi tomonidan, ya'ni belgilangan elektron ma'lumot almashinuv jarayonida ma'lumotlar kelishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha ajrimda farzandlar kimda qoldirilgan? Agar otada qoldirilgan bo'lsa, otada, onada qoldirilgan bo'lsa, onada. Ular ajratib bizga elektron ma'lumot taqdim etgan taqdirda bemalol dasturda aniq ko'rinishi mumkin. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz: birinchi turmush o'rtog'im bilan ajrashganman. Hozir ikkinchi turmushim bor, lekin qonuniy nikoh yo'qligi uchun ikkita farzandimni ham yolg'iz ona deb metrga olganman. Shu sharoitda men ham bola puli olsam bo'ladimi? Agar imkoni bo'lsa, tartibi qanday deb so'rabdilar. 4 ta farzandlari bor ekan. 2012, 19, 24 va 25-yil ular tug'ilishgan ekan. Belgilangan tartibda bemalol ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Yuqorida aytilganimizdek, o'sha oilani nomida bo'lgan ma'lumotlar hammasi elektron ma'lumot almashinuv jarayonida aniqlanadi. Arizada demak 4 ta farzandlarni ham ko'rsatildi. 4 ta farzandlarni ham ko'rsatildi. O'sha turmush o'rtoqlari ham yuqorida aytganimizdek, nikohlari agar bo'lmagan taqdirda, ya'ni ZAGS bo'lmagan taqdirda ham, lekin doimiy birga yashab kelayotgan turmush o'rtoqlari bo'lsa, ular ham oila tarkibida o'tiradi. Ular ham ma'lumotlari o'rganiladi. Belgilangan mezon talablarga to'g'ri kelsa, bemalol shu bolalar nafaqasini olishlari mumkin. Bunda yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, eng kichkina farzandlar hali 3 yoshga to'lmagan, o'zlaridan hech qanaqa ya'ni mehnat qilish degan narsa talabi joriy etilmagan. Ya'ni bular imtiyozli, ya'ni 3 yoshgacha bola parvarishida bo'lganliklari uchun ularga shunday imtiyoz beriladi. Juda ham yaxshi. Ana endi esa to'g'ridan to'g'ri yozilayotgan savollarga o'tishni boshlaymiz. Hozirgacha biz bizning chat botimizga kelgan savollarning javobini taqdim etayotgandik, chunki aynan Adliya TV Telegram kanalida biz jonli efirning mavzusini va jonli efir bo'lishini ma'lum qilgandik. Avvaldan tayyorlangan savollarning javobini taqdim etgan ekanmiz. Asta-sekinlikda YouTube'dagi jonli efirdagi savollarning javoblarini taqdim etamiz. Demak, birinchi savolimiz: Assalomu alaykum, meni 3 nafar farzandim bor. MyGov'dan bola puliga ariza qildim, lekin erimni nomida mashina sababli chiqmayapti. Nima qilay debdilar. Yuqorida aytganimizdek, agar oilada 12 yil davomida ishlab chiqarilgan avtotransport vositasi bo'ladigan bo'lsa, avtomat rad etiladi bu holatda. Juda ham yaxshi. Ikkinchi savolimiz: davlat ta'minotidagi oiladami? 3 yosh va 5 yosh farzandim bor. Xo'jayinim birinchi guruh nogironi. Kredit olsam bolalar nafaqasi uziladimi deb so'rabdilar. Yuqorida bergan fuqaromizga o'xshagan xuddi shunaqa kredit bola nafaqasiga ta'sir qilmaydi, bemalol davom etish mumkin, olishlari mumkin. Salom, men o'zimdan vaucherga kiyim oldim bolalarimga ijtimoiy xodim orqali. Men qaysi toifaga kiraman? 4 nafar farzandim bor. Bu endi vaucherdan olingan aniqlanadi. Hech qanday ta'siri yo'q-da. Bu yuqorida aytganimizdek, o'sha belgilangan tartibda agar oilada mehnatga layoqatsiz shaxslar bo'ladigan bo'lsa, davlat ta'minoti, agar oilada mehnatga layoqatli bo'ladigan bo'lsa, hammasi kambag'al oila. Faqat yuqorida aytganimizdek tartibga to'g'ri kelgan oilalarimiz. Hozir turmush o'rtog'im Rossiyada. Bizga ham chiqsa bo'ladimi? Kichik farzandim 3 ga to'ldi. Oldindan rahmat debdilar. Kichik farzandlar 3 yoshga to'lgan bo'lsa, demak bularda farzandlar yo 2 ta yo 3 ta undan ko'p bo'lishi mumkin, chunki kichik farzand uni aytibdilar. Va yuqorida aytganimizdek, o'sha davlatlarga chiqqanlar, ya'ni agar rivojlangan mamlakatga chiqqan bo'lsalar, eng kam oylik haqqini 3 baravarida normativ daromad hisoblanadi. Agar boshqa davlatga chiqqan, misol uchun Qozog'iston, Tojikiston, shunga o'xshagan davlatga chiqqan bo'lsalar, eng kam haqqini 2 barobar normativ daromad hisoblanadi. Agar oila soni agar 4 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, oila soniga bo'lingan taqdirda 669 mingdan oshmasa, demak ular ham reyestrga kiritishlari mumkin. Juda yaxshi. Navbatdagi savolimiz: moddiy yordam uchun ariza beruvchi er ajrashgan, farzandlari otada qolgan. Ariza bersa farzandlari ko'rinmasligi bo'lyapti. Bunda fuqarolik bo'limiga murojaat qilinsa, oila tarkibida borligi aytilyapti. Nima qilay debdilar. Yuqorida aytganimizdek, xuddi shunga o'xshagan savol beribdilar. Agar hozirgi kunda to'g'ri elektron ma'lumot almashinuvida qanaqadir texnik nosozlik ko'rsam, o'sha ajrim bo'lgan bo'lsa, otadan bolaga misol uchun ma'lumotlar kelmayotgan bo'lsa, buni mahalladagi ijtimoiy xodimimizga bemalol ariza bilan murojaat qilishlari mumkin, chunki bizada elektron ariza berish bor. Misol uchun MyGov platformasi orqali ijtimoiy xodimimiz ham misol uchun bitta pasport bilan boradilar, u planshetida ariza qabul qiladi. Bundan tashqari yozma ravishda ham murojaat qilishlari mumkin. Agar yozma ravishda murojaat qilsalar, biz uni o'sha inson markazidagi xodimlarimiz orqali biz dasturga kiritib beramiz. Juda ham yaxshi.
Navbatdagi murojaatimiz: assalomu alaykum, meni 2 nafar farzandim bor, bola puliga ariza topshirdim, chiqmayapti. O'zim 2-guruh nogironiman, bola puli beriladimi? Yo'q, erim hech qayerda ishlamaydi, deb murojaat yozibdi. Bular agar o'zlari 2-guruh nogironi bo'ladigan bo'lsalar, turmush o'rtoqlari hech qayerda ishlamasa, avvalgi tartib bo'yicha bular birinchi ko'rindan rad etilgan. Ya'ni oilada mehnatga layoqatli, lekin ishsiz a'zosi borligi sababli turmush o'rtoqlari hech qayerda ishlamaydi, lekin mehnatga layoqatli. Bu birinchi ko'rin o'zidan rad etilib ketgan bo'lishi mumkin. Hozir yangi tartib bo'yicha, ya'ni fevral oyidan ishga tushdi. Qaytadan shu fevral oyidan 15-sanagacha topshirsangiz, fevral oyining arizasi hisoblanadi. Endi qayta murojaat qilib ko'rsangiz, ishsiz bo'lgan taqdirda ham keyingi etapga o'tadi. Ya'ni so'rovnoma o'tkaziladi belgilangan tartibda. Yuqorida aytgan nizom talablariga to'g'ri kelsa, reyestrga kiritilib, qo'shimcha o'sha imtiyozdan foydalansa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Salom, meni 5 nafar farzandim bor. Erim usta, 16, 13, 14 va kichkinam 4 oylik. O'zim uy bekasiman. Bola puli olsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Ularniki xuddi hozir yuqorida aytgan xodimimiz, aniq fuqaromizga o'xshagan, ya'ni bular ham avval topshirgan bo'lishlari mumkin, bekorga bu savolni bermayaptilar. Agar turmush o'rtoqlari ustachilik qilgan taqdirda ham avvalgi topshirgan arizalar ishsizlik sababli rad etilgan bo'lishi mumkin. Hozirgi kiritilgan o'zgartirishga qayta murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Qayta murojaat qilgan taqdirlarda agar turmush o'rtoqlari ustachilik qiladigan bo'lsalar, norasmiy band sifatida belgilab beriladi. Norasmiy band fuqarolarimizga hududdan kelib chiqib, o'zini o'zi band qilish normativ daromad qo'llaniladi. Agar farzandlari ko'proq ekan, qolgan avtotransport ko'chmas mulk talablariga to'g'ri kelsa, bola nafaqasi moddiy yordam olishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Yana bir savolimiz. 5 ta bolam bor, kichigim 2 oylik. Xo'jayinim oyliklari 7,5 million. Bola puli olamanmi, yo'qmi? Mashinamiz yo'q deb yozibdilar. 7,5 million 7 ga bo'lganimda esa 1 milliondan to'g'ri keldi. Ha. Shunday. Mezondan oshib ketib qoladi. Mezondan oshib bo'lgan. Demak, ular olishlari yo'q, agar belgilangan tartibda mezonimizdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, avtomat tartibda rad etiladi. Juda ham yaxshi. Agar oila a'zolari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, demak biz noto'g'ri hisoblagan bo'lamiz. Lekin agar biz hisoblagandek 5 ta farzandingiz va ota-onasi kattalar hisobga kiradigan bo'lsa, demak bu to'g'ri kelmadi mezonga. Assalomu alaykum, meni 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinim eski mashinalari bor, yili eski, lekin shunda ham arizamiz qabul qilinmayapti. Yer mulkimiz ham katta emas, uy joy ham xo'jayinning nomida emas. Demak, bu yerda 2 nafar farzandlari bor, eski mashinalari bor xo'jayinlarining nomida va yer mulklari ham unchalik katta emas. Eski mashina bo'ladigan bo'lsa, yilini bilolmaydi. Eski mashinada o'tsa, shu belgilangan 12 yildan oshmagan, 12 yildan yuqori 15 yil, misol uchun 20 yil bo'lishi mumkin ishlab chiqarilganiga, lekin qarorda ham ko'rsatilgan faol, ya'ni avtotransport vositasi, ya'ni yaroqli bo'lgan taqdirda hisobga olinadi, bo'lmasa hisobga olinmaydi. Agar ikkita avtotransport yili eski bo'lgan taqdirda ham, lekin ikkita avtotransport bo'lsa ham, bunda ham rad etiladi. Bunda abiza o'sha alohida o'sha ishlab chiqarilgan yiliga, soniga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi, inobatga oling va yilini tekshiring. Navbatdagi murojaatimiz: assalomu alaykum, meni 2 nafar farzandim bor, xo'jayinimning eski mashinalari bor, yili eski, lekin shunda ham arizamiz qabul qilinmayapti. 2 marta yozibdilar arizani. Savollarni. Assalomu alaykum, meni 3 nafar farzandim bor. Bolani pulini olishim mumkinmi deb so'rabdilar. Mezonlarni inobatga olishimiz kerak. Hozirgina javob berdik. Assalomu alaykum, men 3 nafar farzandim bor. Xo'jayinim mavsumiy ishchi, o'zim uy bekasiman, nomimizda hech narsa yo'q. Bola puli olsam bo'ladimi debdilar. Shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p chiqadi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, to'g'ri, avvalgi tartibda oilada mehnatga layoqatli bo'lsa, ishsiz sifatida rad etilgan bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi tartib bo'yicha o'sha oilada ishsiz bo'lgan taqdirda ham, ya'ni mehnatga layoqatli o'tirib ishsiz bo'lgan taqdirda ham bular keyingi etapga o'tadi. Ya'ni mahalliy yettiligi tomonidan so'rovnoma o'tkaziladi. Yana bir narsani ta'kidlash kerakki, bu inson omilisiz deymiz. Ya'ni inson omili qayerda qatnashadiki, faqat mahalliy yettiligi o'sha foydalanuvda mavjud ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Yakuniy qarori bu dastur tomonidan chiqariladi-da. Bu mahalla yettiligi bu unga bola puli beramiz yoki unga bola puli bermaymiz deb bular qaror qabul qilmaydi. Yakuniy qaror o'sha ijtimoiy reyestr tomonidan aniqlanadi hamda fuqaroning o'sha arizasida ko'rsatilgan telefon raqamiga SMS tarzida yuboriladi. Bular shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerak ediki, ya'ni ko'pchiligimiz bor, mahalla atkaz qilyapti yoki bo'lmasa mahalla bermayapti deydi-da, lekin mahallada faqat savolnomani to'ldirib bera oladi. Savolnomada ko'rsatilgan ma'lumotlarni to'ldiradi, qolgan ma'lumotlar avtomat tartibda dastur tomonidan aniqlanadi. Juda ham yaxshi.
o'zini band qilgan shaxslar bir bolaga bola puli chiqadimi? Yuqorida aytganimizdek, agar oilada bir nafar farzand bo'ladigan bo'lsa, oila tarkibi ya'ni 3 kishidan iborat bo'ladi. O'zini o'zi band qilganimizga eng kam shartdan 2 barobar normativ daromad hisoblanadi. Buni 3 ga bo'lgan taqdirimizda belgilangan mezonimizdan oshib ketadi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Meni 4 ta farzandim bor. 10 yosh, 8 yosh va 3 yosh. 1 oylik farzandim ham bor. Xo'jayinim ustalar, davlat ishida ishlamaydilar. Bola puli ola olamanmi? Belgilangan tartibda ariza bilan murojaat qilib, bu aniqatini ko'rib chiqiladi ekan. Daromadlarini hisoblash kerak bazadagi. Maygovdan topshirsa baribir mahalla bilan maslahatlashib tasdiqlanadimi? Eshitib o'tirgan ekanlar. Albatta, Maygov o'z platformasidan topshirgan taqdiringizda o'sha baraka ilovasini davlat xizmatlaridan ariza taqdim etilganda ham o'sha birinchi etapda yuqorida aytganimizdek dastur o'zi avtomat oilaning nomida mavjud bo'lgan mol-mulklarni o'rganib chiqadi. Ikkinchi etapda belgilangan tartibda o'sha ijtimoiy xodimimiz, ya'ni mahalladagi ijtimoiy xodimimiz tomonidan o'sha joyiga chiqqan holda so'rovnoma o'tkaziladi. Bu so'rovnomadagi ma'lumotlarni o'sha mahalla yetkiliga, ya'ni asosiy o'sha mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim tomonidan elektron imzo orqali u ma'lumotlar hammasi ko'ringan holda tasdiqlanadi. Undan keyingi etapda, ya'ni dastur o'zi kiritilgan ma'lumotga asosan o'rganib chiqib, belgilangan tartibga to'g'ri kelsa toifaga ajratadi, bola nafaqa to'lab berishi mumkin. Bo'lmasa rad etiladi, SMS qabullanib yuboriladi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Menga ham har safar rad javobi keladi. Erim malyar usta. Shuni bahona qilishadi. Davlat ishida ishlamaydi. Uyda faqat shu inson pul topadi. 2 nafar farzandim bor. Shu to'g'rimi deb yozibdilar. Menimcha bu murojaatlarda erlari ishsiz sifatida ro'yxatda bo'lgan bo'lishlari ham mumkin. Malyar ustalik qiladigan bo'lsalar. Malyar ustalik qiladigan bo'lsalar, bular ya'ni hozir kiritilgan o'zgartirishga asosan norasmiy band hisoblanadi. Agar qachonki rasmiy band hisoblanib, o'zini o'zi band qilgan hisoblanadi. Bugungi kunda ba'zi hisoblash miqdori 412 ming so'm, shu summani to'liq to'lagan taqdirda o'zini o'zi band qilgan hisoblanadi. Agar ular malyar ustachilik qiladigan bo'lsalar, bular norasmiy band. Hozir yangi tartib bo'yicha norasmiy band deb belgilangan taqdirda o'sha hududlar kesimdan kelib chiqib, ya'ni o'zini o'zi band qilgan normativ daromad qo'llaniladi. 2 nafar farzandlari bo'ladigan bo'lsa, tayinlash ehtimoli bor. Ya'ni qaysi hududda yashayotgan bo'lsalar, shunga qarab normativ daromad hisoblanadi. Yana qayta topshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Meni 2 ta farzandim, qizim 9 yosh, o'g'lim 6 yosh. Men ham bola puli olsam bo'ladimi debdilar. Albatta, yuqoridagi aytib o'tilgan mezonlarga agar sizning daromadingiz, mol-mulklaringiz, reyestrdagi ma'lumotlaringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, olishingiz mumkin. Mening 4 nafar farzandim bor. Bola puli olar edim. Noyabr oyida to'xtab qoldi. Kirim fermerda ishlaydi. Erim fermer bo'lib ishlaydi. Men uy bekasi 3 oydan beri topshiraman, chiqmaydi. Nega deb so'rabdilar. Erlari fermer qo'lida ishlashlarini nazarda tutgan ekanlar. Endi mana misol uchun fevral oyida ariza taqdim etishlari mumkin. Bizda oylik daromad qanaqa hisoblanadi? Bu yangi qabul qilingan farmon qaror bo'yicha arizalar endi ma'lumot almashinuvi boshlandi. Ya'ni ariza qabul qilish hali davom etyapti. Ya'ni 15-fevralgacha yangi tartibda ariza qabul qilamiz. Bularni topshirgan arizalar, ya'ni avvalgi eski tartib bo'yicha topshirilgan ariza, agar oilada o'sha turmush o'rtoqlari fermerda ishlagan bo'lsa ham, lekin misol uchun fevral oyini hisobga oladigan bo'lsak, fevral oyida ariza taqdim etgan fuqarolarimiz oylik daromadi qaysi vaqt hisobga olinadi? Ya'ni fevral oyida ariza topshirgan fuqarolarimizni o'sha oila a'zolarining oylik daromadi orqadagi 1 oy hisobga olinmaydi. Ya'ni barcha vazirlik idora tashkilotlari hisobot jo'natish kerak soliq idorasiga. O'shani hisobiga 1 oy tashlab, qolgan 3 oy hisobga olinadi. Ya'ni dekabr, noyabr, oktyabr oylaridagi normativ o'sha oylik ish haqlari hisobga olinadi. Ushbu vaqt davomida misol uchun ularning turmush o'rtoqlariga o'sha fermer xo'jaligi tomonidan oylik ish haqi hisoblanib, soliqqa hisobot jo'natilgan bo'lsa, demak oylik ish haqlari inobatga olinishi kerak. Men tushunishim bo'yicha bularda oylik daromadlari menimcha soliq qo'mitasi tomonidan taqdim etilmagan, ishsiz sifatida rad etilgan bo'lishi mumkin. Albatta. Navbatdagi murojaatimiz uyda qoramol bo'lsa, bola puli kesiladimi deb so'rabdilar. Yuqorida aytganimizdek, agar qoramol bo'lsa, bitta shartli qoramol, bu yuqorida ta'kidlab o'tdik, bitta shartli qoramol bo'lsa, hozirgi kunda normativ daromadga hisobga olinmaydi. Bitta shartli qoramol deganda, misol uchun bitta sigir yoki bo'lmasa bitta buqa yoki bo'lmasa bitta ot, tuya deymiz, yoki bo'lmasa 10 ta qo'y ham bitta shartli qoramolga hisobga olinadi. Agar bitta bo'lsa hisobga olinmaydi,
agar bitta sigir bo'lib turib 3 ta qo'y bo'ladigan bo'lsa, demak 3 ta qo'y qo'shimcha navbatli daromadga hisobga olinishi mumkin. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz: Assalomu alaykum, meni xo'jayinim 73 yoshga kiradi. Bizlarga bola puli chiqmayapti. 490 ming pensiya oladi. Bolalarim 13 yoshda va 9 yoshda. Bizlarga bola puli chiqmayapti. Nima qilsak bo'ladi deb murojaat qilibdilar. Endi 490 ming so'mlik hozir pensiyamiz bor, chunki eng kam pensiya miqdori ham hozir 820 ming so'm belgilangan. Agar belgilangan tartibda topshirishlari mumkin, nomlarda hech narsa bo'lmasa, nizom talablariga to'g'ri kelsa, menimcha to'g'ri keladi. Agar qo'shimcha foydalanuvda hatto tanaffus ko'chmasliklari bo'lmaydigan bo'lsa, ariza topshirishlarini so'rab qolardik. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz Xurshidxon yozibdilar. Buncha murojaat ko'p ekan, manikini ko'rishmas ekan baribir. Yo'q, aynan shu xabaringizni ko'rdik va asta-sekin har bitta xabarlar bilan tanishib chiqmoqdamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi safar murojaatingizni yozishni tavsiya qilamiz. Navbatdagi savolimiz: Assalomu alaykum, meni ikkita farzandim bor. Fevral oyida bola puliga ariza topshirdim, lekin rad bo'ldi. 1,934 ming olam 1,934 ming olaman. Oylik otimizga mol-mulk yo'q. Nomimizda mol-mulk yo'q. Bitta nogiron farzandim bor debdilar. Demak, 1,434 ming oladilar. Bitta nogiron farzandlari bor va bir necha bora ikkita farzandlari bor ekan. Bittasi nogiron, bir necha bora ariza topshirgan ekanlar. 1,934 ming. Agar 1,900 bo'ladigan bo'lsa, oila sonida agar 3 kishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha belgilangan mezondan oshib ketishi mumkin. Agar oilada 3 kishi bo'lsa. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tish joizki, oylik ish haqida bular ko'pchilik o'zlarining qo'llariga tegadigan oylik ish haqini hisobga olishadi-da, lekin qarorda ko'rsatilgan o'sha yozilayotgan oylik ish haqi, ya'ni o'sha belgilangan tartibda daromad solig'i boshqa ushlab qolinmasdan oldingi hisobga olingan oylik ish haqi inobatga olinadi. Agar daromad reyestrda haqiqatan ham 1,934 ming hisoblangan bo'lsa, demak oila a'zolari 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bu o'rtacha 483 mingdan to'g'ri kelyapti. Demak, murojaat qilishlari mumkin. Mumkin. Agar oila a'zolari 4 kishi bo'lsa, endi 2 nafar farzandim bor dedilar, lekin turmush o'rtoqlari bor yo'qligini aytmadilar. Shuning uchun 3 kishi deb hisobga oldim. Agar turmush o'rtoqlari bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'ri kelishi mumkin. Turmush o'rtoqlarining agar daromad bo'lsa, u ham hisobga olinadi. Uni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Ha, unda kakras 3 ming chiqargan. Assalomu alaykum, meni 3 farzandim bor. Kichigi 10 oylik. Kambag'al oila ro'yxatida turaman. Bola puli olamanmi? Turmush o'rtog'im qurilishda ishlaydilar. Kambag'al oila toifasida tursalar, bu yuqorida aytganimizdek, o'sha ijtimoiy himoya yagona reyestri bilan kambag'allik reyestri birlashtirildi. Ya'ni ikkala reyestrdagi mavjud oilalar bitta reyestrga birlashtirildi. Bular kambag'al oila toifasida turib, avvalgi tartib bo'yicha nafaqa olmayotgan bo'lsalar, bular qayta murojaat qilishlari kerak. Bu yuqorida aytdik, qanaqa tartibda ariza bilan murojaat qilish kerak. Fuqarolar tomonidan o'sha murojaat qilinganda, agar bular reyestrda bo'ladigan bo'lsa, avtomat tartibda bola nafaqasi tayinlab beriladi. Buning uchun murojaat qilsalar, bola nafaqasi albatta beriladi. Juda ham yaxshi. Tartibdagi o'zgarishlar ularning foydasiga ishlab deyishimiz mumkin. Assalomu alaykum, bola puliga ariza beruvdim. 6 nafar farzandim bor. Ariza rad etildi. Mashinamiz yo'q deb yozibdilar. Ma'lumot kam. Yuqorida aytganimizdek, iloji bo'lsa to'liqroq ma'lumot berilsa, biz qaror talabidan kelib chiqib biz aniqroq ma'lumot berardik. Endi boshqa misolcha ko'chmas mulk, noturar oilaning nomida mavjud barcha ma'lumotlar elektron almashuv natijasiga keladi. Bitta bazada turadi va qaysidir bo'lim qandaydir ma'lumotni olishi juda oson va ma'lumotlar o'zaro almashadi ham. Albatta, endi shu joyda ta'kidlash kerakki, bular fuqarolarimiz tomonidan ariza taqdim etayotganda shu shartga rozilik bergan holatda, ya'ni o'sha ma'lumot almashinuviga ruxsat bergan, chunki shaxs ma'lumoti hisoblanadi. O'zlari rozilik bergan taqdirda arizada ko'rsatib o'tiladi. Yana qo'shimcha qilib aytaman, hozirgi yangi tartib bo'yicha faqatgina bola nafaqasi moddiy yordam uchun ariza berilgani bilan tegida, ya'ni o'sha ariza qismini tegida qaysi xizmatga ehtiyojlari bor. Xuddi shuni ham belgilab o'tishlari mumkin. Misol uchun ta'lim sohasidan, sog'liqni saqlash sohasidan xuddi shu narsaga ham e'tibor berishlarini so'rardik. O'sha qo'shimcha agar ehtiyojinglar bo'ladigan bo'lsa, shuni belgilab bersanglar, bu reyestrga kiritilgan taqdirda undan keyingi bosqich, ya'ni har bir reyestrga kiritilgan oilaga individual reja tuziladi. Individual rejada o'zini aks ko'rinib, ya'ni o'sha xizmatlar ham inobatga olinadi. Yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz: Assalomu alaykum, biz turmush o'rtog'im bilan bolalar pulini to'g'irlagan edik. Turmush o'rtog'im o'zini o'zi band qilganligi tufayli bolalar puli berilmadi. Shunga fikringiz qanday deb so'rabdilar bizning munosabatimizni.
Demak, birinchi qadam bolalar pulini to'g'irlagan etik deb menimcha ariza topshirganlarni nazarda tutyaptilar va orada o'zlari band qilganligi turmush o'rtoqlarida borligi tufayli rad etilgan ekan. Bola nafaqasi olib kelayotgan bo'lsalar, agar bir oydan keyin, 2 oydan keyin misol uchun turmush o'rtoqlarini oilada o'sha mehnatga layoqatli a'zosi o'zini o'zi band qilgan taqdirda va yuqorida aytganimizdek normativ daromad hisoblanadi. Davlat ta'minotiga oilaga 12 oy davomida so'rovnoma o'tkaziladi, kambag'al oilaga 6 oy davomida o'sha mahalliy tomonidan so'rovnoma o'tkaziladi. Lekin qarorda ko'rsatib o'tilgan nafaqa tayinlangandan boshlab, keyingi oydan boshlab dastur tomonidan avtomat, ya'ni nomida mavjud bo'lgan mol-mulk bo'yicha dastur tomonidan avtomat o'rganib boriladi doimiy ravishda. Bularni ham tushunishim bo'yicha nafaqa olib kelayotgan bo'lsalar, keyingi qaysi oyda o'zlari band qilgan turmush o'rtoqlari normativ daromad hisoblangan, shuni hisobiga balki nafaqalar to'xtagan bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Bola puli olish uchun ZAGS shartmi? Nikoh bo'lsa bola puli berilmaydimi? Nikohning o'zi bo'lsa bola puli berilmaydimi deb so'rabdilar. Yo'q, bizda endi majburiy emas. Misol uchun doimiy birga yashayotgan turmush o'rtoqlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha so'rovnomada ko'rsatib berishlari kerak. To'g'ri, bizda Adliya vazirligidan taqdim etilgan elektron ma'lumotga asosan faqat ZAGSdan o'tgan taqdirda oila tarkibini shakllantirib beradi. Agar bular nikohdan o'tmasdan birga yashab kelayotgan bo'lsalar, bular so'rovnoma o'tkazish jarayonida haqiqatda turmush o'rtoqlari borliklarini ko'rsatishlari kerak. Pasport ma'lumotlarini kiritib yuborsa, avtomat keyingi etapda dastur tomonidan o'rganib chiqiladi. Juda yaxshi. Men 2025-yil dekabrdan beri bola puli olyapman. Qizim shu yil may oyida 3 ga kiradi. Bola puli uziladimi deb so'rabdilar. 3 yoshga to'lganliklari munosabat bilan. Avvalgi tartib bo'yicha o'sha bola nafaqasi 2 yoshgacha, 14 yoshgacha degan narsalarimiz bor edi. Endilgi tartib bo'yicha, ya'ni o'sha yuqorida aytganimizdek 62-77-sonli prezidentimizning farmonlariga asosan har bir bola inobatga olingan holda 18 yoshgacha nechta farzand bo'lsa yoshidan kelib chiqib, agar 3 yoshga to'lsa, demak, buni dastur o'zi avtomatlashtirilgan tizim. 3 yoshga to'lgan bo'lsa, uni keyingi, ya'ni biz yuqorida aytdik, 3 yoshgacha farzand bo'lsa 375 ming. Agar 3 yoshga to'lgan bo'lsa, keyingi etapda dastur o'zi avtomat nafaqasini summasini o'zgartirib boradi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz: krediti borlarga fevral oyida bola puli berilmas ekan, shu rostmi? Shunaqa farmon chiqibdi deyishyapti deb so'rabdilar. Endi bu yuqorida aytganimizdek, o'sha oila olgan kredit yoki bo'lmasam subsidiya mablag'lari daromad hisobiga olinmaydi. To'xtatilmaydi ham, bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatimiz: qaynotamning nomidagi mashina bizga bola puli bermaslikka sabab bo'lyapti. Shu to'g'rimi? 4 nafar farzandim bor. O'zim 2-kurs talabasiman. Xo'jayinim Rossiyada. Kimga murojaat qilay? Endi yuqorida aytganimizdek, mahalla yetiligi tomonidan xolisona so'rovnoma o'tkazish talab etiladi-da. Albatta. Agar bularni qaynotalarning nomlarida avtotransport vositasi bo'ladigan bo'lsa, mahalla yetiligi tomonidan o'sha so'rovnoma o'tkazilayotganda, agar bular foydalansalar, oiladan turmush o'rtoqlari yoki bo'lmasa o'zlari foydalansalar, uni ko'rsatib berish kerak. Agar bularni oilalar, ya'ni turmush o'rtoqlari o'zlari foydalanmasalar, uni foydalanuvda mavjud deb ko'rsatilmasligi kerak, shunday inobatga olingan. Juda ham yaxshi. Demak, so'rovnoma hozir ularga eng asosiy ko'makchi bo'ladi. Men 20-dekabrda MyGovdan bola puliga ariza topshirgandim, lekin bugun 13-fevral hali ham jarayonda ko'rsatyapti. Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Yuqorida aytganimizdek, mana har oyi 15-sanasigacha topshirsa, mana misol uchun fevral 15-sanasigacha topshirsalar, bu albatta shu fevral oyining arizasi hisoblanadi. Agar 15-dan keyin, ya'ni topshirsalar, bu keyingi oy arizasi hisoblanadi. Bularniki 20-dekabrda topshirgan bo'lsalar, bular yanvar oyining arizasi hisoblanadi. Hozir yanvar oyining arizalari to'liq ma'lumotlar almashinuvi yakuniga yetdi deyarli. Yaqinda shu vedomostilar chiqarilib, agar reyestrga kiritilgan bo'lsalar, to'lab beriladi. Juda ham yaxshi. Bola puli necha yoshgacha to'lanadi? 18. Ha, albatta 18 yoshgacha bolanadi. Salom, assalomu alaykum. Meni savolim bor edi. Onam 2-guruh nogirona, ayolim ham 2-guruh nogirona. 8 yashar qizimda epilepsiya kasalligi bor. Bola puli va moddiy yordamga ariza topshirsam rad etiladi. Meni ishsiz deb. Nima qilay debdilar. Yangi tartib bo'yicha qayta ariza bilan murojaat qilishni talab qilardik. Ya'ni o'sha eski tartib, avvalgi tartib bo'yicha bular to'g'ri, birinchi skoring o'zi rad etilgan. Endi yangi tartib bo'yicha bo'ladigan ikkinchi skoring o'tadi. Ya'ni shu mahalliy teleton so'rovnoma o'tkaziladi. Qayta ariza topshirishlarini so'rab qoladi.
Yechim bor. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Meni 2 nafar farzandim bor. Men uy bekasiman. Xo'jayinimlar ishsizlar. Biza ham bola pul olsak bo'ladimi deb so'rabdilar. Hozirgi yuqorida aytgan fuqaroimizga o'xshagan savol. Bunda ham o'sha ishsizlar sababi rad etilgan bo'lishi mumkin. Bular ham qayta ariza topshirishlari kerak. Juda ham yaxshi. O'zgarishlar sizning foydangizga. Assalomu alaykum. 7 oylik 3,5 yosh farzandim bor. 2012-yil Spark bor nomimizda. Bola puli rad qilinyapti. 2012-yil? Bu yil как раз 13 yil bo'lar ekan. Yo'q, agarda oxirgi 12 yil davomida ishlab chiqarilgan deyilgan, o'sha belgilanganda qayta murojaat qilib ko'rsalar bo'ladi. Qayta murojaatga imkoningiz bor. Vaqti keldi. Assalomu alaykum. Meni 2 nafar farzandim bor. Men uy bekasiman. Xo'jayinimlar ishsizlar. Biz ham olsak bo'ladimi? Xuddi shunga o'xshagan savollar juda ko'p tushyapti. O'sha ishsiz deganda umumiy aytib o'tdik va ham yuqorida ko'p aytdik bu narsani. Avvalgi tartib bo'yicha ishsiz bo'lsa to'g'ri birinchi ko'rinishda rad etilgan bo'lishi mumkin, lekin yangi tartib hali javobi chiqmadi, o'shaning uchun ko'pchilik fuqarolarimiz xabari yo'q. Agar oilada mehnatga layoqatli bo'lib turib, lekin ishsiz bo'ladigan bo'lsa, yangi tartib bo'yicha qaytadan ariza topshirishlarini so'rab qolamiz. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Dilshoda Ismoilova. Menga ham bola puli chiqmaydimi? Oilamni boquvchisi men. Erim nogiron. 1 million o'zim ko'cha shifiraman. 600 ming nimaga chiqmaydi? Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, turmush o'rtoqlari nogironliklari tufayli oila boquvchilari bu bizga murojaat qilayotgan Dilshodaxonning o'zlari bo'lib chiqmoqdalar va 600 ming nimaga chiqmaydi deya. Agar yuqorida aytganimizdek, bularni o'sha oilani o'rtacha daromadini hisoblashda, o'sha bularni qo'llariga tegadigan oylik ish haqini emas, ya'ni yozilishini hisobga olishlari kerak. Keyin ikkinchidan turmush o'rtoqlari nogironliklari bor ekan, nogironlik pensiya ola oladimi yoki bo'lmasa nafaqa ola oladimi? Uni summasi qancha? Agar nogironlik nafaqasi olayotgan bo'lsalar, daromadga hisobga olinmaydi. Agar nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsalar, ular yuqorida aytganimizdek 820 eng kam pensiya miqdori minus qilishadigan holda qolgani daromadga hisobga olinadi. Oila soniga bo'linganda shu belgilangan 669 mingdan oshmagan taqdirda tayinlanishi mumkin. Faqat shuni qayta hisoblab ko'rish kerak. Agar ma'lumotni ochiqroq aytganlarda hisoblab beradi. Juda ham yaxshi. Menimcha sizda ham qayta topshirishga imkon bor. Albatta, birinchi navbatda hozir yuqorida aytganimizdek hisob-kitob qiladi. Assalomu alaykum. Meni 4 nafar farzandim bor. Kichigim 7 yosh, kattam 19 ga kirdi. Nomimizda hech nima yo'q. Ovsinimni uyda o'tiraman. Bizda yer bor, shuni qurishga mablag'imiz yo'q. Yashayotgan joyimdan yordam olsam bo'ladimi deb so'rabdilar. Albatta, o'sha belgilangan tartibda ariza bilan murojaat qilishlari kerak. Qo'shimcha qilib aytaman bularning savollariga. Uy joyini endi remontga ham o'tadi. Bizda hozirgi kunda jamg'arma, ya'ni saxovat qilmay jamg'armamiz bor. Ya'ni yoshlardan ayollar daftaridan beriladigan jamg'armalar bor-da. Bularning 3 ta jamg'armadan beriladigan mablag'lar ham hammasi talabi ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lishi kerak. Agar ijtimoiy reyestrga kiritilgan oila bo'lmasa, o'sha jamg'armadan mablag' ajratilmaydi. Reyestrga kiritilgan bo'lsalar, uy ta'mirlovchidan qo'shimcha xizmatdan mablag'dan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi, navbatdagi murojaatga o'tishimiz mumkin. Men o'zim bog'chada ishlayman, yordamchi tarbiyachiman. Bolalar pulini olish uchun ariza topshirdim. Erim ishsiz bo'lib o'tolmadim. Qayerga murojaat qilay? 3 nafar farzandim bor, qiynalyapmiz. Meni kontraktim ham bor. Ijtimoiy xodimga albatta murojaat qilishlari kerak. Mahallaga yoki bo'lmasam o'sha o'zingiz ro'yxatdan o'tgan holda MyGov platformasidan qayta ariza topshirishingiz kerak. Va yuqorida aytganimizdek, endi ishsiz bo'lgan taqdirda ham ikkinchi etapga o'tadi. Ha, baribir o'tyapti. Bola pulini plastikda bo'lsa, masala 6 oy plastikda qolgan. 6 oyni naqd qilib olishga qaysi holatda bo'ladi yoki bo'lmaydigan holatlar haqida ma'lumot bering debdilar. Keling o'zi bola puli qanday tushishi haqida ma'lumotni berishdan boshlasak. Bolalar nafaqasi tayinlangandan keyin bularda o'sha, ya'ni bitta narsani ko'pchilik fuqarolarimiz bilmaydiki, ariza taqdim etilayotganda o'sha qo'shimcha bank plastik kartasi ochilishga roziman hamda bank plastik kartasi olishga roziman degan ariza blankasida bor. Ya'ni ariza taqdim qilganlari. O'shaning hisobiga ham hozir prezidentimiz qarorlariga asosan, ya'ni baraka kartasi joriy etilgan. Baraka kartasi plastik kartada bola nafaqasini olishlari mumkin. Nafaqa tayinlangandan keyin keyingi oydan boshlab avtomat tartibda bu respublika bo'yicha bittada vedomство shakllantirilib, Xalq banki orqali to'lab beriladi. Xalq banki tomonidan. Juda ham yaxshi yo'li bor, yechimi ham bor.
Assalomu alaykum. Men Alijanova Maftuna Hasanboy qizi. Chimyon qishlog'i, Navnihol, MFY Yoshlarobod ko'chasi 57-uyda yashayman. Ajrashganman. 2 nafar bolam bor. Bola puliga qanday o'tsam bo'ladi? Hamon daromadlari haqida va mol-mulklari haqida ma'lumotimiz yo'q. Hozir yuqoridagi savolga men qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchi edim. Plastik karta dedilar. Davlat tomonidan agar plastik kartaga o'tkazilgan taqdirda, pensiya nafaqalarimiz bola puli bo'lsa ham qo'shimcha 1% tashlab beriladi. Ya'ni o'sha bankomatlardan yechib olish uchun 1% bankomatga yechib qoladi, to'g'ri? Xuddi shuning uchun davlat tomonidan qo'shimcha 1% qo'shib berilib tashlab beriladiki, o'sha bankomatga yechganda shu 1% tushib qolsa, demak to'liqligicha olishlari mumkin bo'ladi o'sha nafaqa. Juda ham yaxshi. Demak, kartaga tushayotganligi muammo emas, chunki o'sha yechib olishdagi 1% ham inovati bilan qo'shib tashlab beriladi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Mening bir nafar farzandim bor. Erim stolovida ofitsiant bo'lib ishlaydilar. Mashina bor, Matiz, bir yurib, bir yurmaydi. O'zim uyda. Bolam holi 6 oylik chaqaloq. Qanday bola pul olsam bo'ladi? Agar ariza bilan murojaat qilmagan bo'lsalar, qayta ariza o'sha yangidan ariza berishlarni so'rab qolardik. Agar ular turmush o'rtoqlari ishlagan taqdirda ham rasmiy ravishda ishlayotganmi yoki bo'lmasam norasmiymi? Ko'pchilik holatda shunaqaki, ayrim tashkilotlar tomonidan, ya'ni soliqdan qochish bo'ladi deb rasmiylashtirmaydi oilashag'im. Bu narsa juda yomon. Nimagaki yomon? Mana pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyaga, ya'ni pensiyaga yoshiga yetgandan keyin pensiyaga chiqishadi-da. Fuqarolarimiz o'zlari pensiyaga chiqayotganda shunaqa muammo bo'ladiki, ya'ni men shuncha ishlaganman, lekin meni stajim yetmayapti deyshadi. Albatta, agar hozirdan agar o'zlarining ma'lumotlarini rasmiylashtirishmasa, bu ertaga pensiyaga chiqayotganlarda ham muammo bo'ladi. O'shaning uchun agar qayerdadir ishlayotgan bo'lsalar, biza rasmiylashtirgan holda ishlashlarini so'rab qolamiz. Muammongizning yechimi shunda bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men yaqin 3 egizakli bo'ldim yaqinda. Bola puli olib, bilamanmi, bolalarim to'liq smes ichishadi. Oilada qancha voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, shuncha ularning daromadi hisobga olinishida ularga, ya'ni plyusga hisobga olinadi-da. Agar oilada bitta farzand, er-xotin, bitta farzand bo'lsa, demak oilaning o'rtacha daromadi yuqori chiqadi. Bular 3 nafar farzandlar, egizak farzandlar, agar undan boshqa farzandlar ham bo'ladigan bo'lsa, ularda mehnat o'sha 18 yoshdan qancha farzand kam bo'ladigan bo'lsa, oila soni. Bularga shuncha ko'proq plyus ko'radi. Shu belgilangan daromaddan oshmasa, yuqoridagi talablarga to'g'ri kelsa, olishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Egizak 1 yoshli bolalarimga qancha nafaqa beriladi? Kam ta'minlangan oilamiz. Bu yuqorida aytgan 3 yoshgacha farzand bo'lsa, belgilangan summa bor. Shunaqa hozir как раз bularniki egizak farzand, lekin 3 yoshga to'lmagan. Bularga belgilangan tartibda birinchi farzand uchun o'sha 370 so'm miqdorda hisobga olinsa, ikkinchi, ya'ni Hasan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Husanni kichkina farzand hisoblanadi. Hasanni belgilangan tartibda ikkinchi farzand hisobga olinadi. Belgilangan tartibda ikkinchi farzand hisobga olinadi. Ikkinchi farzand uchun 165 ming deb belgilangan. 165 bo'lsa, bir 500 ming yaqin nafaqa olsa mumkin. Juda ham yaxshi. Yana bir murojaatimiz. Assalomu alaykum. Adliya TV ijodkorlariga alohida rahmatimni aytaman. Aholini huquqiy ongini oshirishga hissa qo'shishyapti. Shaxsan o'zim ham ayni qishning kunlarida 3 ta yosh farzandlarim bilan ishsiz qolib tushkunlikka tushib qolgan edim. Adliya TV orqali savol berib, noqonuniy bo'shatilganimni bildim. Karimjonov Muhammad Amin aka savolimga bepul yuridik yordam berib, ishga tiklanishimga sababchi bo'ldilar. Bunday ko'rsatuvlar ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lar edi deb yozdilar. Rahmat ketgan xabaringiz uchun va sizdagi bunday yaxshi o'zgarishlardan biz ham xursandmiz. Navbatdagi murojaatimiz o'tgan galgi jonli efir sabab muammolari hal bo'lgan. Assalomu alaykum. 2 nafar farzandim bor. Ularga hech qanaqa bola puli olmayman. Erim davlat ishida ishlamaydi. Men o'zim kontraktda o'qiyman va ishlayman. Menga bola puli beriladimi deb so'rabdilar. Demak, oilaviy holatda 2 nafar farzandlari bor, er va xotin to'liq 4 kishi bo'lyapti va davlat ishlarida ishlashmaydi, kontrakt bor. Albatta, bular ariza bilan murojaat qilib ko'rishlari kerak. Agar oliy ta'lim muassasasini kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsalar, bulardan hech qanaqa bandlik talab etilmaydi. Turmush o'rtoqlar agar rasmiy band bo'lmaydigan bo'lsa, qayta shu ariza murojaat qilishlarini so'rab qolardik. Avvalgi tartib bo'yicha ishsiz bo'lib rad etilgan bo'lishi mumkin. Agarda bular reyestrga kiritilgan taqdirlarida, belgilangan tartibga to'g'ri kelib reyestrga kiritilgan taqdirlarda o'sha to'lov kontrakt asosida ham qo'shimcha imtiyozlarimiz borda bu. To'lov kontraktini ham xususan davlat tomonidan qoplab beriladi. Juda ham yaxshi. O'g'lim ensefalit bo'lgan, nogironlik nafaqasiga chiqa olmayapti deb murojaat qilibdilar.
Menimcha qayerga qanday murojaat qilish borasida ozgina nogironlik nafaqasiga, ya'ni bularga nogironlik belgilash kerak. Birinchi navbatda nogironlik nafaqasi berish uchun nogironlik belgilash kerak bo'ladi. O'sha mahalladagi ijtimoiy xodimimizda shunaqa ariza qabul qilish imkoniyati bor. Ya'ni mahalladagi ijtimoiy xodimga ariza bilan murojaat qilsalar, bular ijtimoiy xodim ulardan ariza qabul qilib qoladi, belgilangan tartibda, ya'ni o'sha futek deymiz, ya'ni o'sha belgilangan tartibda shu tashkilotga yuboriladi. Ular tomonidan o'rganib chiqilib, o'zlari muddati belgilanadi. Ya'ni muddati belgilangandan keyin fuqaroni o'zlarini chaqirishadi. Komissiya bor. Komissiyada ko'rib chiqiladi. Agar haqiqatdan nogironlik belgilash kerak bo'lsa, nogironlik belgilangandan keyin avtomat tartibda o'zi shu nogironlik nafaqasi to'lab beriladi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Bolalar pulini oluvchi shaxs, ya'ni ona chet elda ishlagani borgan bo'lsa, bolalar puli olaveradimi bolasi uchun deb so'rabdilar. Agar bolalar nafaqasi tayinlangan bo'lsa, chet elda migrant sifatida chiqib ketgan bo'lsalar, ular bu yuqorida aytib o'tdik, agar 19 ta davlat bo'lsa boshqacha normativ daromad hisoblanadi. Rivojlangan davlat bo'lsa, boshqa davlat bo'lsa eng kam shartning 2 barobarida. Bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, avvalgi tartibda chet elga qachon chiqib ketganda hisobga olamiz. Chet elga dasturda ma'lumot almashinuv jarayonida agar 1 oy to'liq bo'lgan bo'lsa, chet elga chiqib ketgan bo'lsa, o'shanda chet elga chiqib ketgan migrant sifatida qabul qilamiz. Va eng kam shartning 2 barobar normativ daromad hisoblangan avvalgi tartib bo'yicha. Hozirgi yangi tartib bo'yicha to'g'ri, o'sha 1 oy bo'lguncha to'liq chiqib ketgandan keyin 1 oydan keyin chet ellarda hisobga olamiz. Uni rasmiy band deb hisobga olamiz, migrant deb hisobga olamiz, lekin normativ daromadni 3 oydan keyin hisobga olamiz. Bu ham oxirgi kiritilgan o'zgartirishda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni 3 oy nimagaki bo'lishi mumkin, balki chet elga faqat ishlaganimiz, davolangani chiqqani bo'lishi mumkin. Yoki inson qarindosh urug'ini ko'rgani borgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ishlagani borib bo'lsa ham hujjatlarni rasmiylashtirguncha baribir 3 oy vaqt talab etiladi. Shuni hisobiga 3 oydan keyin normativ daromad hisobga olinadi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaatga o'tishimiz mumkin. Demak, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bola puliga ariza tashlagan edim, eringiz ishsiz deb rad etildi deyildi. Erimni nomida hech narsa yo'q, hech qayerda o'qimagan, dehqonchilik qiladi. Men hamshira bo'lib ishlardim. Hozirda bola tarbiyasidaman. Nima qilish kerak deb murojaat qilibdilar. Menimcha avvalroq topshirishga arizani va qayta topshirishlari kerak bo'ladi. Kiritilgan o'zgartirishga asosan qaytadan murojaat qilishlari kerak. Yechimi oddiy. Assalomu alaykum, men anchadan buyon bola puli olib kelayotgandim, lekin xo'jayinim Rossiyaga ketgandan boshlab uzildi. Bunday holatdan chiqmaydimi bola puli deb so'rabdilar. Yuqorida aytganimizdek, bu nafaqa tayinlangandan keyin dastur tomonidan qaror o'zi avtomat tartibda o'rganib boriladi. Demak, chet elga chiqib ketgan bo'lsalar, agar o'sha normativ daromad hisoblangan, o'shani hisobiga oshib ketgan bo'lishi mumkin. Aliment oluvchilar ham bola puli olishi mumkinmi? Menga umuman bola puli chiqmayapti. Hozir dekretda uydaman. 7 oylik bolam bor. 3 nafar farzandning onasiman debdilar. Albatta, o'sha aliment oluvchilar ham yuqorida aytganimizdek, agar aliment olayotgan bo'lsalar, turmush o'rtoqlari oila tarkibiga kiritilmaydi. Lekin olayotgan alimentlari daromadga kiritiladi. O'sha belgilangan tartibda hisobga olinadi. Xuddi shunday, agar ularning turmush o'rtoqlari, misol uchun, ular ham boshqa oila bilan ariza topshirish huquqlariga ega. Agar ular ariza taqdim etganlarida turmush o'rtoqlari aliment to'layotganligi summasi chegirib tashlanadi. Misol uchun 1 million oylik olsalar, 300 ming aliment to'lasalar, demak ularning oylik daromadlari 1 million emas, 700 ming so'm deb belgilanadi. Turmush o'rtoqlariga ham qo'shimcha ham qo'yayotgan. Bular ham topishishlari mumkin. Faqat olayotgan alimentlari daromadga hisobga olinadi. Belgilangan mezondan oshmasa, juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Bola puli bo'yicha avvalgi hisoblash mezoni 669 ming so'm etib belgilangan edi. Shu mezon oshirildimi? Vaholanki oyliklar ko'tarilganda shu mezon ham oshishi kerak emasmi deb so'rabdilar. Yuqorida aytgan o'sha statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilib boriladi. O'zini belgilangan tartibda har bir oilani, ya'ni minimal iste'mol xarajatlarini belgilash kerak bo'ladi. O'tgan yilda belgilangan, to'g'ri. Hozirgi kunda ham 669 ming etib belgilangan. Yil boshida shu o'zgarish kutilyapti. Endi statistika qo'mitasi e'lon qilingandan boshlab, keyingi oydan boshlab o'sha mezon bizga tatbiq etiladi. Juda yaxshi, demak vaqt masalasi ekan. Men Turg'unboyeva muhtaram 2 yildan buyon bolalar pulini olmayman. Ajrashganman, ZAGS ajramaganligi uchun chiqmayapti deyishyapti. Bolam bor, 2-guruh nogirona, dorilariga pul yetkaza olmayapman, yolg'iz onaman.
yolg'iz onam bor, shu onamni uyida birga yashayman, nimaga menga chiqmaydi, kambag'allarga yordam bering deb yozibdilar. Demak, 2 yildan buyon bolalar pulini olmayotgan ekanlar. Birinchi qadamimiz ajrashganlar, lekin ajrashganliklari haqida ma'lumot chiqmayapti. Ikkinchi guruh nogironlar farzandlari bor va onalarnikida yashaydilar. Oila tarkibi deganimiz yuqorida aytdik, agar FHD organlarida agar rasman ajrim qayd etilmagan bo'lsa, demak oila tarkibiga turmush o'rtoqlari ham kiritiladi. Agar aliment olmaydi, men tushunishim bo'yicha bular aliment olmaydilar. Aliment olganlarda turmush o'rtoqlari oila tarkibiga kiritilmaydi. Endi turmush o'rtoqlarining nomlarida nima bor, qancha daromadi bor, uni biz bilmaymiz. O'shani hisobiga men tushunishim bo'yicha bularni turmush o'rtog'ingiz ham oila tarkibiga hisobga olinadi, shuni hisobdan rad etilayotgan bo'lishi mumkin. Agar belgilangan tartibda farzandlari uchun misol uchun aliment olsalar, aliment bizada nimani hisobiga shakllanadi? Ya'ni elektron ma'lumot almashinuv jarayonida MIBdan keladi. Majburiy ijro byurosida agar aliment olayotgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsalar, turmush o'rtoqlari oila tarkibiga kiritilmaydi. Shunda o'zlariga nisbatan hisob-kitob qilinib, bola nafaqasi olishlari mumkin bo'ladi. Yechimi bor. Yaxshi. Meni kuyovim qamalgan, 3 yil o'zlari ijarada yashaydilar. 2 farzandi bor. Kichkina 3-4 yosh necha marta bola puli topshirdi, yo'q pul bermadi, ishlamaydi, ishsiz deb. Axir 8 oy bo'ldi mahkum qizimni ismi Sharifa deb ism shariflarini ko'rsatibdilar. 2003-yil 4-avgustda tug'ilgan, Xorazm oblast Yangiariq rayoni Ogohiy mahalla Ogohiy ko'chada turadilar deb yozibdilar. Kichkina farzandlarning yoshini ko'rsatmaganlar. Yo'q, yosh 2 nafar. To'xtang. Murojaat qiluvchini qizlari bor ekan 2003-yil va qizlarini o'zlari turmushga chiqqanlar va ular turmushga chiqqan shaxs hozirgi kunda qamalgan ekanlar va bola puli chiqmayotgan ekan. Qizlar ham menimcha talaba bo'lsalar kerak. Lekin bu haqda ma'lumot yo'q. Agar bularning qizlarini o'zi turmushga chiqqan farzandlari bo'lmasa ham o'zlari ariza topshirishlari mumkin bo'ladi. Agar turmush o'rtoqlari jazoni ijro etish muassasasida bo'ladigan bo'lsa, ularga shunday imtiyoz beriladi. Faqat jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan shaxs sifatida elektron bizada Ichki ishlar vazirligidan ma'lumot kelishi kerak. Agar sud hukmi chiqib, ular haqiqatda jazoni ijro etish muassasalarida bo'ladigan bo'lsa, ulardan hech qanaqa bandlik talab etilmaydi. Lekin turmush o'rtoqlari jazoni ijro etish muassasasida bo'lganliklari hisobiga bularga yolg'iz ona statusi berilmaydi. Ya'ni bandlik so'raladi avvalgi tartib bo'yicha, lekin hozirgi tartib bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. O'zlari ishsiz bo'lgan taqdirlarida ham agar belgilangan tartibga to'g'ri kelsa, bular to'g'ridan-to'g'ri davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritiladi. Juda yaxshi. Men Safar va Salomat 2-guruh nogironiman. Boquvchim, o'g'lim yo'q, pensiya 1 million to'laydilar, yetmaydi, menga yordam puli beriladimi? Javob bering iltimos deb so'rabdilar. Demak, 2-guruh nogironni bizga murojaat qilyaptilar. Boquvchilar yo'q ekan, pensiyalari 1 million ekan va yordam puli so'rayaptilar. Endi oila deganimizda agar bu o'g'illari misol uchun o'z oilasiga ega bo'lsa, ya'ni o'z oilasiga ega bo'lsa, ular alohida oila, bular o'zlari alohida oila hisoblanadi. Ya'ni bir o'zlari bo'lsa ham bitta oila hisobiga oladi. Agar yuqorida aytganimizdek nogironlik pensiyasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha eng kam pensiya miqdori ayirib tashlab hisobga olinadi. Agar nogironlik nafaqasi bo'ladigan bo'lsa, daromadga hisobga olinmaydi. Men tushunishim bo'yicha bu yerda boshqa sabab. Chunki nogironlik bo'lganlardan keyin 1 million birinchi guruhda nogironlik nafaqasi 1 million 129 ming, 1 million 12 ming ikkinchi guruhda nogironlik nafaqasi bu. Agar pensiya miqdorini bilmaymiz. Agar pensiya balki yuqori bo'lishi mumkin. Lekin o'zlari 1 million deb aytadilar. Agar 1 million bo'ladigan bo'lsa, belgilangan tartib mezonimizga to'g'ri keladi. Faqat keyingi tartibga, ya'ni ko'chmas mulk, karta transport, yoki chorva omillari shu tartibga ko'rishimiz kerak. Agar qolgan tartibga to'g'ri kelsa olishlari kerak. Ularga maslahatimiz o'sha mahalladagi ijtimoiy xodimga yoki inson markaziga uchrashsalar, aniq dasturdagi ma'lumotlarni ko'rgan holda yakuniy javob olishlari mumkin bo'ladi. Demak, inson markazi yoki mahalladagi ijtimoiy xodimga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savolimiz bola puliga ariza topshiruvdim, 1 oydan oshdi, lekin hali ham javobi chiqmadi. Kimga murojaat qilishimiz kerak debdilar. Belgilangan tartibda va yuqorida aytdik, agar 15-sanadan keyin murojaat qilgan bo'lsalar, keyingi oy arizasi hisoblanadi. Qaysi sanada murojaat qilishlarini bilishimiz kerak. Murojaat qilganlarni bilishimiz kerak. Shu arizada ko'rsatilgan telefon nomeriga SMS xabarnoma boradi. Hozir to'g'ri, mana yangi farmon, yangi qarorga asosan ikkita reyestr birlashtirildi. Hozir birlashtirib, yaqin kunlarda reyestrda turgan oilalarimizga hammasiga to'lab beriladi. Yaxshi, navbatdagi murojaatimiz
Assalomu alaykum. Meni 4 bolam bor. Ikkalasi maktabni bitkazgan. Ikkita qizimga bola puli berishmadi. Mahallaga ariza necha bora topshirdim, lekin o'tmadi. Noturar bo'lsa bermaydi deydi. Nimaga? Mashinam yo'q-ku. Yuqorida aytganimizdek, ya'ni qaysi holatda rad etiladi? Agar oilada ikkita ko'chmas mulk bo'lsa rad etiladi. Bitta ko'chmas mulk mumkin. Ya'ni ko'chmas mulk bu turar joy degan. Agar oilada noturar joy bo'ladigan bo'lsa, bu ehtiyojmand oila sifatida qaralmaydi. Noturar joy bu demak tadbirkorlik faoliyatini yuritadi yoki bo'lmasa nimadir boshqa faoliyat bilan shug'ullanadi. Qaror bilan belgilab berilgan, agar noturar joy bitta bo'lgan taqdirda ham rad etiladi deb ko'rsatilgan. Juda yaxshi. 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi, avtomashina yo'q, o'zim nomimda yuridik shaxs tashkil qilmasdan dehqonchilik, chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanish to'g'risida guvohnoma bor. Bola puli olamanmi? Bu to'g'risi kelishayotgan murojaatlar endi agar o'zlari eshitayotgan bo'lsa, agar sal batafsilroq ma'lumot berilsa, biz qaror talabidan kelib chiqib javob berishimiz oson bo'lardi. Endi hozir to'g'ri turmush o'rtog'i nogironlik bo'ladigan bo'lsa, ularda yuqorida aytganimizdek qanaqa bandlik talab etilmaydi. Chunki nogironlik bo'lsa mehnatga layoqatsiz shaxs hisoblanadi. Agar o'zlari qanaqadir chorvachilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, agar oilada agar qanaqadir chorva mollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha belgilangan tartibda normativ daromad hisoblanadi. Har bir chorva molga. Agar bitta chorva mol uchun ma'lumot uchun eng kam ish haqqini 50% miqdorda normativ daromad hisoblanadi bitta chorva mol uchun. Shunga qarab hisob-kitob qilib ko'rishlarini so'rab qolardik. Agar sonidan kelib chiqib bitta bo'lsa hozir hisobga normativ daromadga hisobga olinmaydi, ya'ni bitta shartda qoramoq bo'lsa. Qolgani belgilangan tartibda hisobga olinadi. Hisoblab qayta murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Navbatdagi murojaat. Assalomu alaykum. Hozir ishsiz bo'lsa ham bola puli o'tadimi? Men ijtimoiy reyestrda borman. 3 nafar farzandim bor. Mahalladan yordam so'radim. Bola puli oladiganlar kambag'allik reyestriga kiradimi? Ikkita reyestrimiz birlashtirildi. Bular menimcha endi keyin kirgan bo'lsalarga ikkita reyestrimiz birlashtirib, hozir bitta reyestr, ya'ni kambag'al, yoki ijtimoiy reyestr, ijtimoiy himoya yagona reyestri yo'q, ya'ni ijtimoiy reyestr bo'ldi. Bo'lishi mumkin, agar bular avvalgi tartibda kambag'al oila reyestriga kiritilgan bo'lishlari mumkin. Avvalgi tartibda kambag'al reyestrda turgan oila, misol uchun mezon talablari bir xil. O'sha paytda agar bolalar nafaqasiga topshirgan ko'pchilik oilalarimiz, endi biz ehtiyojmand oilani qamrab olish maqsadida biz o'zimiz shu ijtimoiy xodimlarimiz tomonidan arizalar qabul qilingan, ya'ni kambag'al oila reyestrida turgan oilalar. Ular chunki mezonlari bir xil, bola pul olish huquqi bor. Agar bular ham agar hozir reyestrlar birlashish natijasida ijtimoiy reyestrda turgan bo'lsalar, o'sha bolalar nafaqasi uchun degan alohida ariza topshirishlari kerak. Topshirsalar belgilangan tartibda so'rovnomaga ham o'tmaydi, chunki bular o'zlari reyestrda mavjudlar, bolalar nafaqasi sonidan kelib chiqib olishlari mumkin. Juda ham yaxshi. 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinim ikkinchi guruh nogironi, avtomashina yo'q. O'zim nomimda yuridik shaxs tashkil qilmasdan dehqonchilik, chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Shu to'g'risida biz o'qidik, yaxshi. Assalomu alaykum. Men doimiy ravishda bola puli olib kelganman. Bizga begona insonni yer mulki erimni nomiga o'tib qolgan. Shu uchun bizga bola puli ololmay qoldik. Yer egasi o'z nomiga o'tkazmayapti. Qanday chora ko'rsak bo'ladi? Bu borada o'sha ko'p fuqarolarimizdan so'rab qolardikki, mana oilada shunaqa holat bo'ladiki, aka-uka misol uchun o'zi foydalanmaydi haqiqatan, lekin ukasi nomiga o'tkazib qo'yadi. Raqamlashtirish bu borada juda ko'p ahamiyat kasb etadi. Ya'ni o'sha ukasi bola nafaqasi olishdan hozir qiladi, misol uchun. Bularga ham xuddi shunaqa kimdir yaqin tanishlari misol uchun bular nomlariga o'tkazib turibdi. Bular yaxshilik qilib xo'p deganlar muammo yo'q misol uchun. Lekin qaysidir imtiyozdan foydalanmayapti shu sababli. Shuning uchun aytganingizdek, yo'qolsam yo shu egasiga topshirish kerak, yo'qolsam sotamiz. Huquqingiz bor deydi-ku. Mayli, assalomu alaykum. Meni ham 4 farzandim bor. 3tasi maktabda, bittasi bog'chaga boradi. Turmush o'rtog'im Qozonda. Men uy bekasiman. Ismim Mahbuba. Maygoda ariza topshirsam hali ham jarayonda ko'rsatyapti. Belgilangan tartibda agar o'sha qaysi sanada topshirganligingizga qarab o'zi javobi boradi. Agar 15-yanvargacha ariza bilan murojaat qilgan bo'lsangiz, uniki yaqin kunlarda javobi chiqadi. Javobi chiqqan, SMS qamoqlab yuboriladi. Agar reyestrga kiritilgan bo'lsangiz, nafaqa yaqin kunlarda to'lab beriladi. Agar 15-yanvardan keyin topshirgan bo'lsangiz, demak bu fevral oyining arizasi hisoblanadi. Fevral oyining arizasi hali qabul qilish hali yakunlanmadi. Uni javoblari keyingi oy boshida chiqadi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Men 5 yashar qizim bilan yolg'iz yashayman. Kam ta'minlangan oilada turardik. Hozirda chiqarib yuborishibdi. Men va qizim kam ta'minlangan hisoblanmaymizmi deb so'rabdilar. Hozirgi kunda mana avvallar shunaqa bo'lardiki, ya'ni kam ta'minlangan oila deganda mahalla 2021-yil oldin, misol uchun mahalla qog'ozda yozib berardi. Ya'ni bu kam ta'minlangan oila.
ijtimoiy himoya yagona reyestri tashkil etilgandan boshlab, mana prezidentimiz 97-sonli qarorlarga asosan 2020-yildan boshlab etap-etap hududlarda joriy etildi. 2021-yildan boshlab to'liq hammada ijtimoiy himoya yagona reyestri tatbiq etildi. Ya'ni ushbu reyestrga kiritilgan kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bugungi kunda ikkita reyestr birlashtirildi, ya'ni kambag'al oila bilan ijtimoiy reyestr birlashtirildi. Ijtimoiy himoya yagona reyestr birlashtirildi. Ijtimoiy reyestrda ro'yxatda turgan bo'lsalar, ijtimoiy xodimga yoki bo'lmasa MyGov platformasi orqali bemalol ariza berishlari mumkin. O'shanda ko'rsatib beriladi. Ya'ni bu haqiqatda ijtimoiy reyestrda turuvchi shaxs deb inobatga olinadi. Bu tegishli ravishda 62-77-sonli prezidentimiz farmonlariga asosan o'sha biz o'zimizga mavjud ma'lumot, ya'ni ijtimoiy reyestrda turgan ma'lumotlarni shaxs ma'lumotiga amal qilgan holda elektron hukumat portaliga biz taqdim etganmiz. Elektron hukumat portalida, masalan, Oliy ta'lim vazirligi yoki bo'lmasa mutasaddi boshqa vazirliklar o'zlari ro'yxatdan olgan holda o'sha boshqa imtiyozlarni berishlari mumkin. Masalan, bog'cha puli boy aytganimizdek balki avlod boshqa imkoniyatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Kambag'allik reyestrida turganlarga ham bola puli beriladimi? O'z aslida berish kerak shakl. Beshariq tumanida shunday deyishyapti debdilar. Albatta, yuqorida aytganimdek, agar kambag'al oila reyestrida avvalgi tartib bo'yicha ro'yxatda turgan bo'lsalar, hozir birlashtirildi, hozirgi kunda bilan reyestrda hisobga olinadi. O'sha ariza bilan murojaat qilishingiz so'rab qolaman. Lenga ariza topshirib ko'ring, albatta yechim bo'ladi nasib. Bola puliga ariza topshiruvdim, 1 oydan oshdi, lekin hali ham javobi chiqmadi. Kimga murojaat qilishimiz kerak deb yana bir bora yozishibdi. Demak, 15-gacha yozgan bo'lsangiz, bu oyniki hisoblanadi. Undan keyingi sanalarda yozgan bo'lsangiz, demak, kutishingiz kerak. Tartib bo'yicha 15-sanagacha murojaat qilgan fuqarolarimizdan keyingi oy 1-sanasiga javobi chiqadi degan, lekin uni to'lovi 4-dan, misol uchun 25-sanasigacha, oyi 4-sanasidan 25-sanasigacha mo'ljallashtirish, 27-sanasigacha to'lab berilish ko'rsatilgan. O'shani hisobiga mana endi yaqin kunlarda shu holat tartib bo'yicha o'zi 25-gacha mo'ljallashtirish deyilgan, 27-sanagacha to'lov amalga oshiriladi ko'rsatilgan. Ishsiz, navbatdagi murojaatimiz va ular tobora ko'paymoqda. Ishsiz oila a'zosi borligi sabab bola puli rad etildi. Biroq 654-qarorga asosan kam ta'minlangan oila deb topilsa, bola puli chiqadimi yoki yo'q deb so'rabdilar. Ishsiz oila a'zosi borligi sabab debdilar. Avvalgi tartib bo'yicha kam ta'minlangan ma'lumotni hozir sal oldin aytib o'tdim. Kam ta'minlangan ma'lumotnoma to'g'ri, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi oilalarimizga beriladi. Bundan tashqari, agar oilada faqatgina ishsizligi sababli rad etilsa, ularga kam ta'minlangan ma'lumotnoma berilgan, lekin bolalar nafaqasi to'lab berilmaydi. Hozirgi kunda topshirsalar, belgilangan tartibga to'g'ri kelsa olishlari mumkin. Agar ishsiz bo'lsa ham keyingi etapga o'tadi. Bular tushunishim bo'yicha avvalgi tartib bo'yicha to'g'ri kam ta'minlangan ma'lumotnoma berilgan, lekin bolalar nafaqasi berilmagan. Chunki oilada ishsiz a'zosi bo'lgan bu paytda. O'shani hisobiga rad etilgan 654-sonli vazn qonunasi qarori bo'yicha. Juda ham yaxshi, navbatdagi murojaatimiz. Onamni nomida hech qanday mol-mulk yo'q. Onam nomida hech qanday mol-mulki yo'q. 16 yoshli o'g'liga bola puli olsa bo'ladimi? Uyimiz ham dadamni yoki onamni nomida emas. Albatta, 16 yosh bo'lsa ham belgilangan tartib bo'yicha 18 yoshgacha bolalar nafaqasi deyilgan. Ariza topshirib olishlari mumkin bo'ladi. Yaxshi. Assalomu alaykum bolalar, nafaqasi 5 nafar bolaga qancha beriladi? Hisob kitoblarini tekshirmoqchilar menimcha. Albatta 5 nafar bo'ladigan bo'lsa, o'sha sonidan hamda yoshidan kelib chiqib beriladi. Har bittasini yoshidan kelib chiqib beriladi. Agar 3 yoshgacha bu endi hozir yoshni ko'rsatmaganlar, yoshidan kelib chiqib beriladi. Juda ham yaxshi. Arendaga, ya'ni ijaraga mashina haydasa ham bola puli chiqmaydimi? Foydalanuvda bo'lsa, uni ishlab chiqarilgan muddatga qaraladi. Agar o'sha oilani foydalanuvda bo'lsa, ijarada bo'ladimi, boshqa ham, agar o'sha oila a'zolaridan kimdir foydalansa, demak foydalanayotgan bo'lsa, u so'rovnomada ko'rsatib beriladi. Ko'rsatib berilgandan keyin belgilangan yilga qarab hisobga olinadi. Yaxshi. Assalomu alaykum, ota-onam nogiron. Men va ayolim qaraymiz. Davlat ishida ishlamayapsan deb отказ beryapti. Buni qanday yechimi bor? Ijtimoiy yordam bermayapti deb murojaat qilishibdi. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, ularning qaramog'ida ota-onalari bor, ular nogironliklari bor ekan va ular murojaat qilishganda rasmiy ish joyi yo'q deyishgan bo'lsa kerak menimcha. Xuddi shunday, o'sha ya'ni rasmiy ish joylari yo'q, ya'ni ishsiz a'zo sifatida avvalgi tartib bo'yicha rad etilgan. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, agar oilada 80 yoshdan oshgan
unaqa otaxonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga qarab turganligi uchun ham misol uchun band qildirish mumkin. Yoki bo'lmasam oilada birinchi guruh nogironlik bo'ladigan bo'lsa, ularga ham qarovchi sifatida kimdir band qildirish mumkin. Shunda ular ishsiz oila a'zosi sifatida hisobga olinmaydi. Faqat birinchi guruh nogironlik bo'lsa oilada yoki bo'lmasam 80 yoshdan oshgan ota-onalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga qarab turganligi uchun belgilangan tartibda unda ham ijtimoiy xodimga murojaat qilishadi. Ro'yxatga olinadi, tegishli dasturga kiritiladi. Shunda o'zgalar parvarishga muhtoj shaxsga qarovchi band sifatida inobatga olinadi. Shunda kambag'al oila toifasiga kiritilgan taqdirda ham, birinchi navbatda kambag'al oila toifasiga kiritilgan taqdirda ham, undan keyin shu xizmat foydalansa, demak 6 oydan keyin ham nafaqani davom ettirish mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Oilada 5 kishimiz, 7 farzandimiz bor. Dadasi hozir vaqtinchalik ishsiz. 2 oydan beri men uy bekasi uyimiz yo'q joyda turamiz, lekin 2 oydan beri onlayn ariza bolalar puliga ariza tashlayapman, rad etildi. Kelyapti. Sababi nimada? Demak, oilada 5 kishi ekan. Farzandlari bor. Turmush o'rtoqlari vaqtincha ishsiz. Yuqorida xuddi shunday. Ishsizlik sababli avvalgi tartib bo'yicha, chunki unda avvalgi tartibda bolalar nafaqasi moddiy yordamda birinchi ko'rinishning o'zida rad etilib ketilganda, kambag'allik reyestriga kiritilayotganda ishsiz bo'lsa ham so'rovni o'tkazgan avvalgi tartib bo'yicha. Hozir ikkita reyestr birlashtirishini hisobiga ishsiz bo'lgan taqdirda ham baribir keyingi so'rovnomaga o'tadi o'zi bilan. Juda ham yaxshi va avvalgi murojaat egasi farzandlarini, yoshlarini ham yozib bordilar. O'shanga qo'shib to'liq o'qiyman savollarini. Assalomu alaykum bolalar nafaqasi 5 nafar bolaga qancha beriladi? 10 yosh, 7 yosh, 5 yosh, 2 yosh va 5 oylik. Shu yoshda qancha miqdorda nafaqa ajratiladi deb yozibdilar. Necha yoshni qaytadi? 10, 7, 5, 2 va 5 oylik hali 1 yoshga to'lmagan. Belgilangan tartibda birinchisiga 375 ming, ikkinchisiga 165 ming hisoblanadi. Demak, hozir shunda 440 ming bo'ladigan bo'lsa, keyingilarga 110 ming so'mdan, demak 330 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 770 ming so'm miqdorida bola nafaqasi olsa mumkin. Albatta. 770 ming so'm savolingiz javobini oldingiz. Kam ta'minlangan reyestrga kirgan har oy 445 ming yordam puli oladi. 16 ga kirmagan 2 nafar farzandim bor, bola puli beriladimi? Yordam puli olishar ekan ular, kam ta'minlangan. Kam ta'minlangan reyestrga kirgan har oy 445 ming yordam puli oladi. 16 ga kirmagan 2 nafar farzandi bor, bola puli beriladimi? Bularning o'zi hozir bolalar nafaqasi. Bular hozir sanoatli tushunibdilar. Chunki dasturda shunaqa narsa qo'llanganki, agar oilada 18 yoshgacha farzand bo'lsa, biz yo'q bola nafaqasi berishimiz kerak, yo'q moddiy yordam berishimiz kerak-da. Shuning uchun dasturda qaror bilan xuddi shu narsa belgilangan. Yo'q uni, yo'q buni olishlari kerak. Agar oilada 18 yoshgacha farzand bo'lsa, avtomat tartibda o'zi bolalar nafaqasi bo'lib chiqadi. Agar oilada 18 yoshgacha farzand bo'lsa, demak moddiy yordam bo'lib chiqadi. Bular hozirgi kunda bolalar nafaqasi oladi. Assalomu alaykum, yolg'iz onaman. Yaqinda Rossiyadan keldim. Bolam 8 yashar. Hech qachon bola puli olmaganmiz, lekin yordamga muhtojmiz. Biz bola puli olsak bo'ladimi? Davlat ishida kam ishlaganman. Albatta, davlat ishida qancha muddat ishlaganlarning hozir ta'siri yo'q. Agar ariza topshirgan vaqtingiz agar ishlayotgan bo'lsangiz, demak oliy daromadli hisobga olinadi. Agar bugungi kunda ishlamayotgan bo'lsangiz, haqiqatda ehtiyojmand oilalarni hozir yuqorida qaror farmonlarini ko'rsatib o'tdik, beriladigan xizmatlarni albatta ijtimoiy xodimga murojaat qiling yoki bo'lmasam yuqorida aytganimizdek Margoz platformasi orqali o'z ro'yxatdan o'tgan holda ham ariza taqdim etishingiz mumkin. Belgilangan tartibda ko'rib chiqadi. Agar nizom talablariga to'g'ri kelsa, albatta bola nafaqasi olishlari mumkin bo'ladi. Tartib haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki bu jonli efirni sal boshrog'idan ko'ring. U haqida biz mezonlar haqida to'liq ma'lumot berib o'tganmiz. Demak, navbatdagi murojaatimizga o'tishimiz mumkin. Oila a'zosini nomida bo'lmagan, lekin foydalanuvda bo'lgan avtotransport vositasi deganda foydalanuv so'ziga batafsil tushuntirish berib o'tsangiz deb yozibdilar. Foydalanuvda degani, misol uchun aytaylik, oila ariza bilan murojaat qilgan er-xotin farzandlari, turmush o'rtoqlari misol uchun o'zlarining otalar nomidagi avtotransport vositalarini boshqarishlari mumkin. Bu degani foydalanuvda degandan keyin ularni обязательно o'sha ya'ni haydovchilik guvohnomalari bo'lishi kerak. Haydovchilik guvohnomalari bo'lishi kerak. Biz endi dasturda elektron ma'lumot tanlash yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bosh ishonchnoma orqali agar boshqarayotgan bo'lsalar, u bizga hisobga olinadi. Shu avtomat tartibda hisobga olinadi. Lekin biz sug'urta polisiga agar integratsiya qiladigan bo'lsak, bugungi kunda xabarimiz bor. Generalniy sug'urta qilinadi. Ya'ni sug'urta qilingandan keyin uni shaxs sifatida ko'rsatiladi.
agar o'zlarining nomlarida haqiqatda haydovchilik guvohnomasi bo'ladigan bo'lsa, doimiy ravishda foydalanib yuradigan bo'lsa-da, misol uchun otalar nomlarida bo'lgani bilan, lekin doimiy o'zlari foydalanadi. Misol uchun oilada mashina bor, otalarniki ish tushgan paytda misol uchun ko'chaga chiqib kelib, boshqa qilish u unga hisobga o'tmaydi. Doimiy ravishda foydalanib yursalar, demak foydalanuvda bor deb hisobga olamiz. Zarurat tufayli yoki bo'lmasam boshqa sabab yoki haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa, unda foydalanuvda hisobga olinadi. Assalomu alaykum. Savolim shuki, onamning nomida mashina bor bo'lishi mening bola puli olish yoki olmasligimga qanday ta'sir qiladi? Javob uchun rahmat. Hozir yuqorida aytganimizdek, agar foydalansalar, demak onalar nomlarida bo'lsa ham o'zlari foydalanayotgan bo'lsalar, u hisobga olinadi. Agar foydalanmasalar, hisobga olinmaydi. Endi to'g'ri. Ayrim holatda shunaqa bo'lyaptiki, ya'ni mahalla yetkiliklari tomonidan ayrim holatlarda shunaqa fuqarolar tomonidan o'zimizga ham murojaatlar kelib tushadi. Ya'ni o'sha foydalanmagan holatda ham lekin otasi nomida, aka ukasining nomida yoki bitta xonadonda ikkita oila yashashi mumkin, ikkita aka uka yashaydi. Akasining mashinasi bor, lekin ukasi haydovchi guvohnomasi ham yo'q. Hattoki haydashni ham bilmaydi, lekin o'sha ukasi ariza topshirgan, ukasida mashina bor deb balki bilmadim, mahalla yetkiligi tomonidan adashib kiritilyaptimi? Agar shunaqa holatlar ham bor. Agar foydalanmasa, demak uni ko'rsatish kerak emas. Oilada boshqa oila bor, ya'ni akasi foydalanyapti undan. Shuning uchun foydalanmayotgan oilaga ko'rsatmaslik kerak bo'ladi. Qayta so'rovnomani tavsiya qilyapmiz demak ularga. Qayta ariza bilan murojaat qilishlari kerak. O'sha mahalla so'rovnoma o'tkazayotgan paytda, ya'ni ijtimoiy xodim so'rovnoma o'tkazadi odatda. Mahalla qolgan beshlik tomonidan imzolanadi, haqiqatan to'g'riligi. O'sha qaytadan ijtimoiy xodimga murojaat qilishingiz kerak. So'rovnoma to'ldirilayotgan paytda shuni ta'kidlab o'tingki, haqiqatan o'sha avtotransport vositasi siz foydalanasizmi, yo'qmi? Shu narsaga oydinlik kiritib o'tib ketsalar, agar foydalanmasalar, demak uni ko'rsatish kerak emas so'rovnomada. Mening kelinim 3 nafar bolasi bilan uyda o'tiradi, chunki yosh bolasi bor. O'g'lim ustachilik bilan shug'ullanadi. Bu ishga qachonki zakaz bo'lsa boradi, ya'ni buyurtma bo'lsa boradi, ungacha ro'zg'orda yetishmovchilik bo'lib qoladi. Men va xo'jayinim pensioner. Eng past pensiya olamiz. Savolim, meni kelinim bolalar puli olishga haqlimi? Albatta haqli, agar o'sha belgilangan nizom talablariga to'g'ri kelsa. Chunki hozir endi yangi tartib o'sha fevral oyidan ishlayapti-da, o'shaning uchun ko'pchilik hozir ishsiz bo'lsa ham keyingi etapga o'tishni bilmayapti. O'shaning uchun ham ko'p savollar xuddi shunaqa tushyaptiki, ya'ni bularning o'g'illari norasmiy band, ya'ni ustachilik bilan shug'ullanadi. Avvalgi arizalar men tushunishim bo'yicha yana o'sha oilada mehnat puli oqadi, lekin ishsiz oila a'zosi bor degan maqsadda rad etilgandi. Qayta ariza topshirishingizni so'rab qolardik, agar belgilangan tartibda o'sha so'rovnoma o'tkaziladi. 3 nafar farzandlari bo'lsa, shu norasmiy band belgilanadi. Menimcha mezon talabiga to'g'ri keladi, boshqa kategoriyaga to'g'ri kelsa, tartibga to'g'ri kelsa. Navbatdagi murojaatimiz ketma-ketliklari. Assalomu alaykum, mening 2 nafar farzandim bor. O'zim laborant bo'lib davlat shifoxonasida ishlayman. Erim bilan yashamayman. 1 oydan beri qonuniy nikohimiz bor, lekin hozirgi kunda alimentga berdim. Homiladorman, 3 oylik moddiy yordamga ham berdim. Men bola puli olishim mumkinmi? Agar bola nafaqasiga topshirsa-da, turmush o'rtog'ining qonuniy ajrini bo'lmagan. Bunda turmush o'rtog'ingiz ham oila tarkibiga hisobga olinadi. Agar alimentga bergan bo'lsangiz, sud hukmi bo'yicha u aliment undiruvga qaratilgan bo'lsa, demak, o'sha majburiy ijro byurosidan bu aliment to'lovchi shaxs sifatida agar bizga ma'lumot, elektron ma'lumot taqdim etilsa, demak, turmush o'rtoqlar oila tarkibiga kiritilmaydi. Shu o'rinda oila tarkibiga kiritilmasa, demak, o'zlari bola parvarishidalar, bola nafaqasi olishlari mumkin bo'ladi. Faqat o'sha bizga elektron ma'lumot yetib kelishi kerak. Ya'ni majburiy ijro byurosidan haqiqatan to'lov, aliment to'lovchi shaxs sifatida. Demak, aliment to'lovi tasdiqlangandan keyin. Albatta. Assalomu alaykum, bola puli necha yosh bolagacha chiqadi? Bola puli chiqarish tartiblari qanday? Bizning xo'jalikda 5 jonmiz. 5-odam nevaram bo'ladi. Shunga bola puli hech qachon chiqmagan deb yozibdilar. Endi agar oila deganda 5-shaxs nevaram deb ko'rsatganlar, bularni balki o'zlarining ota-onasi bordir yoki bo'lmasam o'zlarining o'g'il qizlarini farzandi bilan qo'shib aytadilar, adashmasam. Shu oila sonidan kelib chiqib 18 yoshgacha nechta farzand bo'lsa, nechta farzand bo'lishidan qat'iy nazar, har bittasining soni yoshidan kelib chiqib o'zi nafaqa to'lab beriladi. Agar navaram deb aytadilar, agar navaralari misol uchun vasiylikka olganlarmi yoki bo'lmasam o'zlarining farzandlarining farzandimi, shunga ham aniqlik kiritmayapti, o'shaning uchun albatta. Salom, meni 3 nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im hech qayerda ishlamaydi. Ma'lumotim o'rta maxsus oylik maoshim 1.600.000. Men bolalar nafaqasi olsam bo'ladimi? Farzandlar soni 3 nafar farzandlari bor, demak
Yoshlarini ko'rsatmaganlar. Yoshlar. Mhm. Yo'q. Yoshlarni ko'rsatmaganlar. Demak, bizdagi ma'lumotlar 3 nafar farzandlari bor. Turmush o'rtoqlari ishlamaydi. Ma'lumotlari o'rta maxsus. Mana shunday yoshlarni taxmin qilishimiz mumkin. Oylik maoshi 1.600.000. Agar farzandlari misol uchun 3 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, kichkina 3 yoshga to'lmagan farzandlar bo'lsa, o'zlari bola parvarishida hisoblanadi. Turmush o'rtoqlarini yuqorida aytganimizdek qo'llariga, ya'ni plastik kartalarga, qo'llariga otgan oyliklardan tashqari shu yozilayotgan oylik ish haqqini hisobga olsalar 1.600.000 bo'ladigan bo'lishi mumkin, 1.800, 1.900 bo'lishi mumkin yozilishi. O'shani hisobga olib, oila soniga bo'lganingizda, demak, bugungi kunda belgilangan mezon 669.000 dan oshib ketishi kerak emas. Qolgan talablarga ham to'g'ri kelsa osta bo'ladi. Lekin hozir bizdagi ma'lumotlarga ko'ra siz olishingiz ehtimoli ancha katta, chunki 5 kishiga bo'lib ko'rishimiz mumkin. 300 shunday. Salom, meni 3 nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im hech qayerda ishlamaydi. Ma'lumotim hozirgina berdik. 2 marta yo'lashibdi. Assalomu alaykum. Meni xo'jayinim Rossiyada ishsiz anchadan beri. Men ota-onam bilan yashayman. Bir marta oldim xolas bo'lib pulini. Kambag'al oilada turaman. Uy-joyimiz ham yo'q. Hech qanaqa mol-mulk yo'q. Juda qiynaldim. Qayerdan qanday yordam to'g'rilasam bo'ladi debdilar. Agar bolalar nafaqasi muddat tugagan bo'lsa, belgilangan tartibda ariza bilan murojaat qilsalar bo'ladi. Qayta o'sha hozir belgilangan tartibga to'g'ri kelsa, endiligi tartib bo'yicha 6 oy yoki bo'lmasa 12 oy bolalar nafaqasiga muddatimiz yo'q. Ya'ni o'sha reyestrda qancha muddat tursalar, o'sha reyestr davlat ta'minotida bo'ladigan bo'lsa, reyestrdan chiqarilguniga qadar, agar kambag'al oila toifasiga kiradigan bo'lsa, 6 oy davomida to'lab beriladi. Undan keyin mehnatga layoqatli a'zosi agar o'sha bandiga ta'minlanmasa, to'xtatilishi mumkin bo'ladi. Bor. Assalomu alaykum. Erim bilan ajrashganman. Farzandim 3 yosh, aliment to'lamaydi. Bunday holatda bola puliga ariza topshirsam bo'ladimi? Bola puli beriladimi deb so'rabdilar. Demak, bu holatda menimcha ularning daromadlari inobatga olinishi kerak, mol-mulklari ham inobatga olinadi va erlar bilan ajrashganliklari reyestrda chiqqan bo'lsa, demak, aliment tasdig'i shart emas. Xuddi shunday, agar aliment olayotgan bo'lsalar, oila tarkibiga turmush o'rtoqlari qo'shilmaydi. Agar aliment olmayotgan bo'lsalar, rasman ajrashmagan bo'lsalar, oila tarkibiga turmush o'rtoqlari ham kiritib, ularni ham mol-mulklari o'rganiladi. Bor. Assalomu alaykum. Meni savolim shuki, men davlat ta'minotidagi oila toifasiga kirarkanman. Shunda bola pulini uzluksiz olamanmi 1 yil? Uzluksiz hozir 1 yil, boy 12 oy degan narsamiz yo'q. Ya'ni shu davlat ta'minotidagi oila toifasidan qachon chiqariladi? 1 yildami, 2 yildami, 3 yildami? Endi biza maqsadimiz avvalosi ehtiyojmand oilani qo'llab-quvvatlash, tezroq uni oylik daromadini yuqorilash. Qancha muddatda shu reyestrda o'sha davlat ta'minotidagi oila toifasida tursa, shu reyestrdan chiqarilguniga qadar to'xtovsiz olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Ismi Xonomoy bo'lardi. Puli va 6 oylik moddiy yordam olsa bo'ladimi? Bolam kasal, mazasi yo'q, xo'jayinimning daromadi yetmaydi. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam 6 oylik moddiy yordam olsa bo'ladimi deyaptilar. Bolalari kasal ekan. Xo'jayinlarning daromadlari yetmayapti. Albatta, bu o'sha belgilangan mezon talablariga to'g'ri kelsa, bunda ham o'sha 6 oylik moddiy yordam degan narsamiz yo'q. Bu 6 oylik moddiy yordam o'sha uzluksiz, ya'ni o'sha reyestrdan qachon chiqilganiga qadar. Faqat uning uchun talabi o'sha ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Mezonlarga to'g'rilash kerak. Assalomu alaykum. Meni 4 nafar farzandim bor. 6 oydan beri bola puli ola olmayapman. Erimning nomida mashina yo'q, lekin doverенность bor, shunga berilmayapti deyishyapti. Ha, yuqorida aytganimizdek, agar boshlang'ich asosida avtotransport vositasini foydalanayotgan bo'lsalar, bunda demak bular nomlarda hisobga olinadi. Shu belgilangan 12 yil muddat o'tmagan bo'lsa, rad etilishi mumkin. Yaxshi. Assalomu alaykum, tuzukmisiz? Biz 5 kishi va ota-onam pensioner. Zapravkada ishlayman. Oyligim 4.100.000. Bolalar puli bormi? Jami 7 kishimiz. Yo'q, bu endi 7 kishimiz deganda oila tarkibida, ya'ni o'zlarining ota-onalarini ham hisobga olib o'tadi, tushunishim bo'yicha. Shu o'rtacha oylik daromadda mana bu yuqorida aytganimizdek, o'zingiz uchun hisoblab ko'ring mana. Fevral oyida, misol uchun fevral oyida ariza topshirgan bo'lsangiz, yanvar orqadagi, ya'ni orqa oylardagi hisobga olinishi kerak. Ya'ni yanvar oyi hisobga olinmaydi. Undan orqadagi uchun, ya'ni dekabr, noyabr, oktyabr oylaridagi o'zingiz oylik ish haqqingiz, ya'ni o'zi buxgalteriyangiz bilan ko'rish kerak. Ya'ni yozilishini hisobga oling. 3 oyligini bir-biriga qo'shib 3 ga bo'lasiz, ya'ni o'rtachasi chiqadi. Chiqqan summani oila soniga, ya'ni oila deganimiz o'sha er, xotin, farzandlar. Oila soniga bo'lasiz. Bo'lganingizda 669.000 dan oshmadi, demak, to'g'ri kelishi mumkin. Faqat unda ham qolgan o'sha talablarga to'g'ri kelsa. Ko'pchilikda endi shu oylik ish haqqi bo'yicha rad etiladi. O'shaning uchun.
Juda ham yaxshi. Murojaatlarimiz juda ko'p va hozir asta-sekinlikda ularni o'qir ekanman. Hozirgidek takrorlanuvchilar juda ham ko'p va ayni savollarning javoblarini jonli efirimizni takroran ko'radigan bo'lsangiz, biz albatta Adliya TV kanalida buni joylab saqlab qo'yamiz. Bemalol ma'lumotlar ham turadi. Siz o'zingizning savollaringizga qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirning o'zida jonli efirni 16 mingdan ortiq inson tomosha qilyapti va 3 mingdan ortiq savollar bizlarga kelgan va ularning orasida o'xshashlarni biz iloj boricha birlashtirdik va o'xshash savollarga umumiy va to'liq tarzda javoblarni taqdim etishga harakat qildik. Agarda sizda yana savollar bor bo'ladigan bo'lsa, albatta siz bizning Telegram botimizga yoki Adliya TV ijtimoiy tarmoqlariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va albatta bizni kuzatishda davom eting, chunki biz keyingi jonli efirlarimizda yana ham dolzarb bo'lgan savollarning javoblarini taqdim etishda davom etamiz. Mana efirimiz so'ngida ham biz eng qimmatli manba vaqt ekanligini unutmagan holda, o'ylashimcha qisqa vaqt ichida anchagina to'liq va ko'p savollarning javoblarini taqdim etdik. Demak, ayni soniyalarda esa biz jonli efirdan foydalangan holda sizda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarimizga yozib qoldirishingizni so'ragan bo'lardik, chunki aynan u yerda biz muloqotni jonli davom ettirishimiz mumkin. Biz esa mana shunday jonli efirlar orqali o'z ishining mutaxassislarini taklif qilib, barcha savollarning javoblarini taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, bola puli mavzusida bizda yana jonli efir bo'lishi kutilmoqda. Shunday ekan, kuzatishda davom eting va hozirgi o'zgarishlar va bu o'zgarishlardagi sizning harakatlaringiz qanday ta'sir doirasiga egaligi va shu kabi boshqa savollarning javoblarini ham mana shu yerda olishimiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Bu mavzudagi barcha savollarga javobni taqdim etdikmi yo'q, qandaydir ma'lumotlar qolib ketdimi? Albatta, asosiy o'sha kiritilgan o'zgartirishlarni birinchi navbatda ta'kidlab o'tdik. Endi ko'pchilik fuqarolarimiz o'zi savollardan kelib chiqyaptiki, o'sha juda ko'pchilik hozir bir 60% tushgan savollarni o'sha oilada ishsizligi borligi sababli rad etilgan. Bu avvalgi tartib bo'yicha to'liq birinchi skoring o'zi ishsizligi sababli rad etilib ketgan. Lekin hozirgi yangi tartib bo'yicha keyingi etap, ya'ni o'sha kambag'allik so'rovnoma o'sha ijtimoiy reyestrda so'rovnomadan o'tkazilishi kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvda bor yoki barcha ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilgan holatda reyestrga kiritish imkoniyati yaratilgan. Juda ko'p hozir reyestrga kiritish imkoniyati bor. Belgilangan talabga to'g'ri kelsa. Juda ham yaxshi. Demak, bugungi savollarimizning javoblarini bizlarga to'liq tarzda taqdim etgan mehmonimizga tashakkur deymiz va yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy to'lovlar boshqarmasi bosh mutaxassisi Mirsoatov Jasur Taslimovich bizlar bilan birga bo'ldilar. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Va tomoshabinlarimizga ham alohida rahmat deymiz. Adliya TV kanallarida ko'rishguncha xayr deb qolamiz.